أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Huzeyfe radıyallahu ta'ala anhu'dan rivayet kılınıdı dedimdi. Yani 9. etisqa kelgen tok. Yani biz aldığımız dersimizde Kitab-ı Ahbaril Ahad degan kitap kelip yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de rivayet kılgan ahad hadisler. Yani bu hüccet bolamdı, emel kılışka bulmamdı deganlikin üstüde boludu dep İmam Bukhari Kur'an-ı Kerim'den ayet ve şunundak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir kança hadisinço rivayet çok kanti. O babninki üzere mene rastçıl bir vahid bir haber kelgen bolsa uçanınki üzere bunu icazet kılıp emel kılışka bolamdı, bolmamdı degan bab bolgan boldu. Mesela emel meselesinde ezan, namaz, roza ve ondan başka İslam dinimizdeki farz emellerinin üzerine benim şu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan resmi bir işençilik bir hadis kipti. Ama o hadisinki üzeri ahad hadisken. Yani ahad diyenimiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan 3 evlat deydi mesela 3 tabaka deydi. Yani 3-4 tabaka yani muhaddis alimlarınki bu İmam Bukhari'dek alimlarınki aşı kitabını yazgan vaxtida şu yergen zincir sıman yetip gelgen senet ve ravininki özü muşundak her tabakadan kançıkken mesela 1, 2, 3 kişilikken. Ama bu nimemez mutavatırçı emas. Muşundak bolsa bunu benim muşu emeli ahkam meseleninki özüden fikri ahkam meselesinde bunu delil kırıp şu bunca emel kılışımız çok gerek. Unda kımısak çok bolmaydı dep men muşu babdini koygan. Koygandikin onun doğruluk meni Kur'an-ı Kerim'de mi bir kança ayetini keltirgen ve şunundek meni aldığımız dersimizde meni 8-7'sinki üzerine İmam Bukhari bu doğruluk çok keltirgen. Anda o andikin her kanda bir mümin, Müslüman boldu diken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da rivayet kılıngan muşudak ahad hadisler bolgan bolsa mel meşhur olsun mel o hadisinki üzüm aziz mustafiz yani bolsun ya olmaydı o hadisin üzü mesela garip muştak bolsun o vakti üzüde cezmen o hadisin üzü zayıf ya ki munkati ya ki maqtu olup olmasa o çağın üzüde bu hadisin üzü emel kılışımız demekken o vacipken. Bunun boldu vacip çok boldu. Onda o andikin Adrem'de 9. hadisi geldi. 9. hadiste Huzeyfe radıyallahu ta'ala anhu'da rivayet kılındı. Şuna dep ki cezmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyen idi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ehli Necran'a. Yani Necran dep şu vakti üzüldü mü? Yani Arap yarım arılda yani Mekke'ninki yani Cenup terpide bir şehrin nemisi yani şu bir ismi. Adırım şundak. Şu vakti üzüldü mü? Yani Necran dep şu ataydikken. Şu Mekke bilen Medine'ninki, Yemen'ninki oturusiki şu vakti en meşhur. Şu Hristiyanların aiti cık boğan. O yani ki adamların üzeri asası Hristiyan boğa adamdayken. Şu vakti üzerinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a beni bulup mu 8. 7. yıldayken resmi İslam dinimiz beni bu yerdeki Mekke müşriklerinin üzerine o yerde galebe kılıp o çağda kelişim tüzep açtakkan deyken onun deyken Arap yarım arlıdaki her xil müştak kabilenin üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ağadan üzünki Müslüman boğallığını üzünki mine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ınki hakimiyetke resmi boysuğallığını çoğu evetkendi. Men şu vakti üzerinde Necran degan Muşi şehrininki üzerinden mene onunki başlığı olan 2 adam kiptiken. Kelgen vaxtida ana şu vaxtda keludamdi. Kelgen vaxtida
Şu ikkisi bir-birisi deyishib, yo'lda shunday qilib, biz bu odam bilan ma'lum la'nat etishimiz kerak, andoq qilishimiz kerak, mundoq qilishimiz kerak degan bir ko'pib, biz u la'nat qilsak, agar u rasmiy payg'ambar bo'lib qolsa, bu qandoq bo'ladi? Undoq qilmaydi deb, shundan ular payg'ambar ham ko'rishdi. Ko'rishgandan keyin ular andan keyin voy bu undoq emas, rasmiy payg'ambar ekan deb o'qib, undan keyin ular shundan qandoq kelishim qildi. Ular öz yenidan müştaq binas evatib, müştaq kulli yillik ya oylik deganidek buni nim qildi. Shuni bilan birlikda bizga sen tarafdan eng ishonchli bo'lgan, ya'ni amin bo'lgan bir odamni shu evatgan, san vakolatan deydi. Degandiki shu vaqtda payg'ambar alayhisolatu vassalam bu Najr, Hijron Mene, şu vaqtida Najron şu xalqiga payg'ambar sallam shunday dedi. Jazman sizga bir amin bo'lgan bir erkishni evatimanki u haqiqiy amin. Ajoyib ishonchlik deydi. Mush bir odamning o'zini men nim qilman uni evatiman dedi. Endi amin degan gap ishonchlik degan gap bo'ldi. Ishonchlik ekanligida qolgan sahobaning hammasi nima u o'rtaq. Hemisi şu asasen nima ishonchlik. Lekin sahabiniki o'zi har bir sahabiniki deganidek cho'ng-cho'ng va undan tevan sahabining o'ziniki o'ziga tushliq bir xil aloylik bor. Qolganlarning o'zi sahaba va undan boshqa mana haqiqiy taqvo muttaqi bir musulmon ekanligida o'rtaq. Bir qancha sifatlaricha o'rtaq. Ya'ni shundoq bo'lsa-mu ularniki har birsiniki bir-birisiga o'xshamaydigan mushundaq nimalar bor. Mana shundoq shu sifatlarcha bor, aloylik bor. Men hamda deydi payg'ambar, mana haqiqiy hamda bir amin bir erkishni evatiman. Ammo aminlikda hammasi o'xshash, lekin haqqi amin. Haqiqiy amin bo'lgan, xolis o'sha ishonchlik, uni hech qanday tarafdan u odam xiyonat qilmaydigan, balki diniy yoki dunyoviy tarafdan mana dinda Alloh taolo nima degan bo'lsa shu bo'yicha rostchin, sodiq, mana u oq ko'ngillik bilan, mana samimiyat bilan mushta amal qiladigan, hamda dunyo masalasiga har qanday bir odamniki mushta odam qilib qo'ygan bo'lsa, aynan shu buniki o'zini mana hech qanday uni oyziga mayzi qilmaydigan, u odamniki hech qanday shu medeniki o'zi qilmaydigan yoki boshqa narsa o'z qiladigan mushta haqiqiy bir nimba odam bor. Men buni nim qilaman, evatiman dedi. Degandiki shundan bu ishniki o'ziga, bu ishlarga mana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ashablari ucha nima qildi? Hammasi istishrab, ya'ni shu doq intizor qolibdi dedi. Men qilib qo'yamanmi? Men bu qolamanmi? Men nima qilib qolamanmi? Meni avatammi? deb mushtaqcho dedi. Istishrab degan gap jiroqdan ashuldo qarab turganning o'zini shu ko'nglida bu nima deydi ham ko'zdima, bu istishrab shu deydi. Endi bu yerda sahabniki hammasi mushtaq qarab turishi sabab bu yerda hech qanday vaqtida u yerga boshliq bo'lib yoki valiy bo'lib yo hokim bo'lib emas. Faqat payg'ambar alayhisolatu vasallamniki amin deyotgan mushu sifatning o'zi kimdir? Mushu sifatniki o'zini, mush aloylik bo'lgan kishi ishining o'zini kimiga beradi? Kimiga beradi? Menga berami? Men shunda qilib qolamanmi? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam rasmiy bu taxallusqa, bu laqabning o'ziga ega bo'lsa, uchamizda eng katta bo'lgan bo'ladi. Unda o'g'ankin sahabiniki hammasi mushuncha qarab qolgan gap. Endi o'zimiz bir ishonchlik yana. Lekin payg'ambar alayhisolatu vasallam yorgan bu ishonchlikning o'zi payg'ambar bo'lgandan bu aloylik buncha uni qilgan gap, uni bilgan gap. Shundan mushtaq qilib tursa, shundan payg'ambar alayhisolatu vasallam mana Abu Ubaydat Jarroh radiyallohu ta'ala uni mushtaq nima qilgan uni evatga deydi. Evatgandiki şu an payg'ambar alayhisolatu vasallam nima dedi? Yani tövenki hadisdeki üzere 10. hadisda Enes radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her kanda bir ümmetninki bir emin oldu. Yani ilgak ötken her bir peygamberniki hemmisinki ashapların üze o ümmetinki üze hemmisi okşaş olsun mu? Lekin onunki içinde kağallar başkalarına okşamaydıgan yeni bir xil ne var? Bir alaylık var. O Allah'a ait nime şençilik.
Alaydı nima ishonchlik. Alaydı ishonchlik bir ummatga bo'ladi. Shuningdek, mana bu ummatningki amini kimdir? Abu Ubaydat ibn Jarrah degan odamdir. degan men mushaydisin o'zini gapning o'zida payg'ambar alayhisolatu vasallam cho degan. Degandekin bu amin degan gapning o'zi bu Allohning bir nima u sifat. Bu zotning o'ziga Abu Ubaydat ibn Jarrah radhiyallohu ta'ala anhuga bu amin degan sifatning o'zi nima uchun unda bo'ladi? Qaysi sifat qarab boshqa bo'ladi desa, amin degan gapning o'zi payg'ambar alayhisolatu vasallamga eng nima yaqin bo'lgan. Eng nima u ishonchlik. Nima desa shu bo'yicha aynan nima qilgan, mana amal qilgan, hargiz xiyonat degan bir narsalarniki, masalan, undaq qo'yam, undaq qolaymi deydigan, bundaq bir narsalarning o'zi qalbiga hargiz kirib boqmagan. Men mushrik shu kishi nima edi? Mushrik shu edi. Unda o'g'andikin men mush e'tibor bilan men butun ummatning deydi. Butun ummat degan gap, ya'ni nima degan gap? Payg'ambar alayhisolatu vasallam zamonini tatib ta qiyomatgacha bo'lgan. Meni qolganlarning hammasi amin ekan o'xshash bo'lsin, lekin bu zotniki amin bo'lishi u qolganlar nima u alaydi. Undi yuqori degan mushundaq bir unvonga, mushundaq bir sifatga, mush bir alaylikdan bo'lgan, egchi bo'lgan. Bu odat kelima emas, o sifatchi emas. Endi mushu zotniki mushundaq bo'lishligi sababi bu nima u bir qancha sababchi bor. Bir qancha sababchi bor. Shuning ichida payg'ambar alayhisolatu vasallam Ubaydat ibn Jarrah radhiyallohu ta'ala anhu endi shu limit tarafga shu Qizil dengiz tarafning o'ziga Madinaniki g'arb tarafning o'ziga mana bir 300 dak odamlarning o'zini bu yerga qo'mondon qilib evatdi. Evatgandan bo'linik o'zi taxt hijratniki 2-3 yili bo'lgan gap. Ularniki ahvoli bak to'van. Undaq bo'lgan chog'da shu vaqt o'zida men Makkadan Sham tarafga mushta odamlar o'tdi. O'tgan vaqt o'zida pulniki mallarni musodir qilingan deb evatdi. Evatgan vaqt o'zida ularniki yeydigan narsa yo'q. İçidigan narsa yo'q, ham suv olsin. Kim-kechak yo'q bu yerda. Ashundaq bir shaklning o'zida ashuncha o'tgan. Hattoki bular gündüz kashgacha bir narsa yemay. Ularniki ashu yedi qavminiki o'zini ashuni yo'l qilib shu petim ashtaq shu bir dona qavmi yap, ashtaq bir qancha kuncha o'tgan. O'tgandan keyin endi Xudoyimning rahmati bilan Qizil dengizning eng cho'ng mana bir beliq bo'lgan kit deydigan, ya'ni anbar deydigan arabchada bu narsa uchqishidir. Qarab boqsa Alloh bu rizq bergan. Rizq bergandan keyin bu yerdan andiki bo'lib qopib, buni qandoq qilmaymiz, bu degan harom emas bu degan vaqtizda, endi zarur qolgan vaqtizda buni yanglar. Deb shu jarayonda Abu Ubaydat Jarrah har bir shu askarning o'ziga bir-birlab men alohida diqqat qilib, men o'z texnimi qilmay, ashundoq qilib ochachligimiz ashtaqan. Undan keyin shu belaq uchqishib, shunga anidagi bu zotniki o'zi shu ana anchon. Ular bir oygacha yegan. Bir oygacha yeb u odatda u belaqniki, mana ikkitniki o'ziniki shu qo'g'usin o'zi bir adam mush to'pidan qo'g'ini tutib o'qsat, uni tahtin o'tkidek darajada ashtaqchi yo'g'on demdi. Shuna yaptı ekan. Undan keyin bular payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelgandan keyin Madinaga kelib bu gapni deydi ekan. Degandiki shuni bilan mushtamita ish bo'ldi, mushtamol desa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qo'pib, endi Alloh taolo sizga bergan bir rizq ekan, u narsada men bormi dedi. Shundan ular u yerga keladi, kelgandagi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yeydi. Men bu shundoq bilan shu Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zotning o'ziga bir qancha odam o'zi qo'mondonlik qilib bergan bo'lsa, qandaq shu yuzniki nima qilgan bo'lsa, aynan shu petimchi oshlaqan. Va uningdan boshqa Ubaydat Jarrah roziyallohu ta'ala anhu bir qancha nimalar va ish izlari cho'pa. Mush ishlarining sababidan payg'ambar alayhisalom bu zotning o'zida boshqalarga o'xshamaydigan, ammo boshqalarning o'zida shu aminlik, ishonchlik mushta ish bo'lsa-mu, lekin boshqalarga o'xshamaydigan bir darajada bir xil nimalar ekan, odamga ishonchlik ekan buningda.
bir xil oqko'ngil, sadoqatman, samimiy, rohchil, nima desa, aynan ashu ne toz degandek işte o'rindaydigan odam ekan deb andagi payg'ambar men bu zotning o'zini aminu hazil ummati deb mushta taxallus cho'qqan. Endi taxallus qilib degan bu yerda bu gapniki o'zi ma gapniki o'zini bu yerda keltirdi Imom Buxoriy. Mana Ash Abab Ubaydat Jarroh radhiyallohu ta'ala uni Najron xalqiniki o'ziga meni vakil qilib qildi, u yerga evatdi. Dinni o'rgatadigan. Evatgandiki bu odam o'zini yolg'iz bo'lgandikan bu nima payg'ambar alayhisolatu vasallam yolg'iz bir odam o'zini yoki ikki odam, uch odam qo'shmay yolg'iz bir odam o'zini evatgandiki, yeni demak bu zotning o'zi u yerga borgan vaqtida meni payg'ambar alayhisolatu vasallam anglagan, meni ko'rgan osh ishlarning o'zini bu Qur'oni Karim. Uningda boshqa payg'ambarlarniki meni hadisin o'zi sharhlab bergan oshda qon etga ishlar olsa, buni ularga nima qiladi? Yetkazadi. Yetkazgandiki bir zot bo'lgandikan, unda bo'lgandikan bu payg'ambarlar mushundigan bo'lu deb evatgandiki, ya'ni demak bu yerda bu odamni bu yerda rasmiy mana islom dinimizdan xabar vohidning o'zini rasmiy amal qilib buni qilishimiz çok kerakka deb mustahnim qiladi bunaqa deydi. Endi Imom Buxoriy bu yer bir men şey desa keladi. Chunki xabar vohidning o'zini jazman buni islom dinimizningki ahkam boshqa narsaga o'ziga hujjat qilib amal qilsak bo'lmaydi deydigan en kuchli bir taraf çok bor. Bo'lgandikin bu e'tibor bilan buni kuchlantirib ana bir qancha oyat, shuningdek mana 10 necha hadis 12-14 hadisning o'zini bu yerga keltirdi. Endi bu gapning o'zi olimlarningki o'ttirsi deyiladigan gap. Buni umumiy xalqning o'zi olimlarimiz nima degan bo'lsa shu bo'yicha nim qilgan gap, uni amalga oshirgan gap. 11. hadis. Ömer radhiyallohu ta'ala'nın rivayet kılındı. Ve bir adam ensardan bo'lgan bir adam qachoniki g'oyib bo'lsa o adam payg'ambar sandı. Mene dedi Ömer bir adam ensar kabilesi bo'lgan bir adam, yani ansardan bo'lgan bir adam qachoniki o adam payg'ambar g'oyib bo'lsa, yani o adamniki ish chiqib berib, men davomli payg'ambar qish tomay bir kun ya bir kun ya bir kun berib bir kun boramay, aç boramıgan vaqtida bu adamning o'zi payg'ambarga ve men o kunning o'zida payg'ambarga ne bo'lsam, shahid olsam. Men o payg'ambarniki meni amaliyat ko'zi bilan ko'rib, anglab, o'qib, meni mushtaqan bo'lsam, kelitim men shu adamning o'ziga andoq ep keldim, men shu adamga andoq bilan bo'ldi, o payg'ambar alayhisolatu vasallam uchun bo'ldi. Meni payg'ambardan bo'lgan har qanday narsani shu vaqt u odam uchun men shuni qilib berdim, deb chop berdim. Qachoniki men g'oyib bo'lsam payg'ambardan. Ya'ni men u payg'ambarning qashida turib undaq bir ahvollarni o'qidigan bir ishim bo'lmay, ucha qilmay boshqa ish qilib, men mushtaqan bo'lsam, endi Umar roziyallohu ta'ala mush odamdan uy yaqinga ikkisi mushaq qilishibdi ekan. Meni hamma kunning o'zida ikkimiz payg'ambardan qishib olsak degandek nim qilmaydi ekanmiz. Deb bir kun sen bor, bir kun men bor. Mana qaysimiz borgan kunni bo'lgan ahvolning o'zini men biz kelam boramadimga deb berdi deb kelishibdi. Kelishgandiki shuni shu ish qildi. Shuni qiladi. Qotqadikim shundan va men qachoniki g'oyib bo'lsa payg'ambardan va bu odam men payg'ambarning qishqining bo'lsa kelib shohid bo'lib bu ahvolni ko'rib kechkicha ashtaqan bo'lsa ep keldi, bu odam payg'ambar alayhisolatu vasallam bo'lgan narsa mangchu ep keldi. Mangchu deydi, a keldi, ma bo'ldi, payg'ambar dedi, Qur'oni Karimda falan oyat, falan so'rdi, bu da pishdi, payg'ambar balansi boya qo'yildi dedi, da mushkamni chu deb berdi. Deb men Umar roziyallohu ta'ala'ni mushtaqchu dedi. Endi mushaniki o'zida Umar roziyallohu ta'ala'ningki mushu gapning o'zida, ya'ni Ömer raziyallohu ta'ala'nın yalğız peygamber'in ep kelgan so'zi. Shuningdek
bu adamniki o'zi yolg'iz Umar roziyallohu anhu yo'qotdi, uni yolg'iz olib kelgan so'zin har ikkilisi o'zi bir-birisiga nima qildi, buni qabul qilishga qildi. Qandiki buni Umar roziyallohu anhu voy bo'lmaydi demedi. Ham payg'ambar alayhisolatu vasallam bu ahvolni bildi. Bilgandan keyin nima menda o'qqan narsani sen o bir adam deysan bo'landa bo'lmaydi demedi. Buni nima qildi? Qabul qilib, shu bo'yicha ijozat, ya'ni amal qilib, mushtaqcho qilgan. Meni mushunda qan bo'lsa nima ekan, o durust ekan. 12 hadis. Ali radhiyallohu ta'ala anhu shunda rivoyat qilindi. Shuna debki jazman payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir qo'shinning o'zini mushu bir yagchi evatgan edi. Ularning o'ziga bir odamning o'zini meni amir qilgan. Uni nima qilgan? Amir cho'q qilgan. Sahabning ismi kimden? Şu'nun amir ki qandiki maidis qisqan. Amir qandikin ular meni 30 neçedek adamı şunda. Bular amir qandikin ular bu adam qo'pib, ha, payg'ambar sam meni amir qildim degan. Amir qandikin aqasınğa sizlar men nima desam shu bo'yicha qilasizlar debdi. Degandiki qanday holda bir ish qilsanlar qo'yibdi, shuna bu odamniki rasmiy va buyruq qilma qo'monda bo'lgandikin deb. Mana u odamniki o'zi boshqa odamning o'tini akkalanglar, boshqa rivoyatda. O'tin chiqib akkalanglar deydi. Ma'qul deb akkalganlik bir yap qo'ying deydi. Qo'ygandikin u yer o't yaqinlar deydi. O't yaqindikin o't kiringlar deydi. Men qo'mondan bo'lgandikin. Şu an ma'yedisda o adam ot yaktı deyip ya o adamın buyruğuna ot yaktı ulan. Otun ekin. Ve dedi andikin bu adam ot kirinla dedi. Kirinla diyendikin şu olan irad kıldı. Ulan şu ot kirişi irad kıldı. Yani kumandan boğandikin ot kirisi makul dediğin gel. Soğuk kirisi makul dediğin gel. Kandak iş kısa onu makulcu dediğin gibi. Ve dediğin birden Cazmen biz bu otun kaçıp, yani ömür edisin üzde, otun kaçkan tutsak deydi manada. Manada biz otun kaçıp, yani o dünyanın üzde, dözdak kirmeyli deyip, biz mümin, Müslüman bulup, Peygamber aleyhisselatü vesselam ergeçken tutsak. Yani bu dünyanın üzde ot kırsa kandak oldu dedi. Diyendikin, şundan, bular uçu uyarı çok kiremedi. Şundan ot uyarı ne kaldı? 3 kaldı. 3 kaldı, o adam açıp toktap kaldı. To'xtab qolgandan shuna bu ish bo'ldi. Bo'g'ab tugagandan bu ishni kirib Madinaga payg'ambar sollallohu bu gapni deyishdi. Payg'ambar deyishgandan keyin dedi payg'ambar: "Lillazina aradu ayadkhuluha." Mana kirishni irod qilgan kishilar payg'ambar shunday debdi. Agar bu odamlar shu ot kirgan bo'lsa, voy qo'mondan, nemiz shu bo'lgan bu bo'ldiq deb, shu mayli o Qur'onning ro'yiga, islom dinimizdagi ro'y o'ygan kelamdi, kemmamdi. Mana Allohning Rasuli buyurgan narsani izga to'g'ri kelamdi, kemmamdi. Unda qilmaylar. Mana ashlar kirgan bo'lsa, mana bular shu otninki ichida qiyomat kishga ashtaqchi turdi. Qiyomatdan keyin qiyomatga ot kuyib turgan gap, qiyomatda u yer so'rilgan gap, so'rilgandan keyin uningdan keyin andikin Alloh taolo qolgan gunoh apoqsa uchoqda cennetga akirdigan gap, bo'lmasa shu yine do'zaxda ma'lum muddat ko'rib, bu kuyib yine jannatga chiqadigan gap. Mushtoqchi bo'lib dedi. Deb bana dekin payg'ambar alayhisolatu vasallam shunday degan bilayinga. Yani kirmagan odam degan. La ta'ata fi ma'siyatin dedi. İslam dinimizde haram, ma'siyat, günah olur degan ishni qilishdan hech qanday bir odamga bo'ysunib, o ishni itoat qilib, o ishni qilishga bo'lmaydi. Mayli o podshoh bo'lsin, mayli ota-ona bo'lsin, mayli har qanday qo'mondan bo'lsin, har qanday vaqtda islom dinimizdan Allohning rasuliga bu qarshi chiqqan yo'lida buni to'sqan ish deb aniq beketgan bo'lsa, uni qilishlik o'zi qat'iy emas, durustchu emas, uni bo'ysunish bo'lmaydi. Yine de Peygamberim ahırda gap şunun emasdir, itoat qilish. Bir puhran, bir adamning ya askarning bir kishilikka itoat bo'ysunishi faqat ma'ruf ishda bo'ladi. Ma'ruf ish degani nima? Yani Allohning rasuli buyurgan islom dinimizda qilinglar,
deb buyurgan, uni yaxshi ishlab baketgan, mel farz olsun, mel sünnet, vacib yoki mustahab ishlar bo'lsin, hamma ishninki o'zi nima ma'ruf. Ma'ruf ish bo'lganiki bu islom dinimiz tunug'a ish. Tunug'a ishga o'zining qilib buyurdi. Buyurgandiki mush ishchi bo'ladi. Undan boshqa hech qanday bir ishninki o'ziga harom bo'ladigan upuchuq uni qat'iy bo'ysunishi bo'lmaydi. Deb payg'ambar alayhisolatu vassalam men bu usul bo'lgan bir gapni o'zicha bu yerga qildi. Endi qandikin yana demak mushuk gapning o'zi bir qancha sahobalar payg'ambarga yetkazib keldi. Ham bu odam o'zi yolg'iz qo'mondan turib, aninki o'zini nima qildi, uniga payg'ambarga yetkazgandan keyin bu u yerda u yolg'iz kishi bo'lgandan keyin uni uchun to'g'ri qildi dedi. Lekin uniki o'zi ijtihod qilib, ijtihod qilgandan keyin u bir xato qilmamdi, men uni qanday qilaman deb ijtihod qilib tirish boshlagandan keyin bu to'g'ri bo'lgan bo'ladi. To'g'ri bo'lgandan keyin bu e'tibordan u odamga nima qilmay payg'ambar ya'ni shu odam o'zi men qo'manda qilgandan keyin uni qarta bu mushtaq buyruqqan bo'lsa, uni amal qilish kerak ekan. Uni nima qilish kerak ekan? Mushtaq shu amal qilish kerak ekan. Amal qilish bo'lgandan keyin uchonda bir odamni men qo'manda qilgan bilan qolgan odam yo'q, maslahat qilib unday qil demabdi. Demagan ashtaq qilibdi. Qandan keyin buni nima qildi payg'ambar? Endi bu odam xalqniki o'zini bo'ritib ayat o'tga kirgan o'zi xato bo'lsa, lekin ijtihod qilish jihatda bu xato bo'lgandan keyin uning asli usul jihati xato bo'lgandan keyin buni tuzib qo'ydi. Tuzib qo'ygandan keyin bu bir odam gapiga ishonmaydilar, qilmaydilar demedi. Demagandan keyin yana demak, islom dinimizda payg'ambar alayhisolatu vassalamdan 3-4 avlod mushundaq mana yakiyana her bir avlodda birdan ya 2 ya 3 kishilik mushundaq sahoba kishilarning o'zi payg'ambar alayhisolatu vassalam rivoyat qilgan bo'lsa, masalan sahoba, tabiin, tabi'in, uningdiki mana kishilar, uningdagi kishilar muhaddis olimlarga yetibdi. Yetgan bo'lganiki Imom Buxoriy, Imom Muslimdek unda bo'lganiki bularniki hech nima qilamiz, uni qabulchi qilmaymiz. Deb men mustahnim qildi buni dedi deydi. Endi bu yerda bu gapni hozir aviyatda deganimizda bu ishninki asli sahibi bo'lgan mana mujtahid, ijtihod qiladigan mazhab imomlaridan umum bo'lgan, ham katta olim bo'lgan mushtaq kishilarning ishi bu. Bu isim o'zi mana payg'ambar sallamdan 1 ya 2 3 4 odam rivoyat qildimi. Uningdan keyingi tabiinniki davri kelgan vaqtida bular shunda qildimi. Uningdan keyin tabi'iniki keldi bunda qildimi. Uningdan Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi yoki Imom Muslim yoki Tirmiziy yo Imom Ahmaddak mushtaq olimlarimizningki davri kelgan mushtaq rivoyat qildimi. Deganlarni o'qigan kishilar kim? Bu umum xalq bilmaydi. Buni faqat men muhaddis olimlar İmam Muslim, İmam Buxoriy va Tirmiziyda shunday mazhab imomlar shu vaqt o'zida fuqaho deb atalgan katta olim deb atgan hadis olimlari bor. Shu odamlarning o'zicha buni nima qildi, uni bildi. Uni bilib shunga payg'ambar alayhisolatu vasallam hadisini o'zini bir qancha qilib orib, meni ma'lum o'zi mana ma'lum sahih, ma'lum muttasil, ma munqati, ma mavzu, ma g'arib, ma nima mashhur, ma mutawatir deb shu chanizda bu hadis qandoq ekanligini allama qachon buni nima qilib bo'ldi, uni bekitib bo'ldi. Uni nima qilib bo'ldi, bekitib bo'ldi. Bekitib bo'lgandan keyin hozir bizniki qo'limizga kelgan biz o'qiyotgan mush hadislarning o'zi men shular men allama qachon deb o'zi kitobiga deb masalan har bir olim deydi. Imom Buxoriy faqat o'ziki bu kitobining o'zida sahih bo'lgan o'ziniki eng qattiq bir shart qo'yishning asosi tushgan hadisning o'zini buni nima qildi, uni rivoyat qildi. İmam Muslim shundaqdi. Uniki Tirmiziy, Abu Davud va undan boshqa 20 necha nima bo'lgan. Mana muhaddis olimlar mushtaq İmam Buxoriyning Sahih Buxoriyda yozgan, mushtaq hadis olimlar yozgan kitoblar cho'pa. Mana bularning o'zi shu vaqtning o'zi uni nima qildi, uni allaqachon bakit bo'ldi. Uningdiki kelgan har muhaddischi olimlarimiz bor. Bu olimlarning o'zimi har cho'ng katta. Şu olimlarning bütün hadisin o'zini Sahih Buxoriy, Sahih Muslimda hadisin o'zi elhamdülillah bilganda, Qur'onni yod olganda uni shunday nima qildi, uni chu bildi. Uni bildi. Uda andaki bu hadisiki har bir mushundaq raviylarning o'zi tadqiq qilib nima jarh va ta'dil deganda va asma'i rijal deyotgan va tabaqatul kubra
tabaqat deyotgan men mushi kitoblarni tadqiq qilish va uni izlash orqali buniki mandaq odamniki o'lgan vaqti bor ekan, odamniki hayot qolgan vaqti ekan. Ikkisiga uchqishib ya uchqashmabdi. Ya ikkada rivoyat qilib uch adam. yoki nima ekan mutawatir ekan deb bu aytsin o'zi oldinga qachon bekitilib bu to'g'riliq necha ming dona kitob yozilib, necha million ahli ilminiki o'zi bu to'g'riliq boshqa turib oldinga qachon bu ishni tugatib bo'lgan. Endi hozirgi davrda shu ish adamlar chiqqanda chiqishi mumkin. Endi shu aytsin o'zi shu muhaddis olimlar yozib qoldirib qo'ygan ash kitoblari va uni boshqa ahli ta'lima hil va taqdir hil va aqd deyotgan ash olimlarning kitobi va uni boshqa mush asmoi rijal deyotgan tabaqatdan iborat bo'lgan tabaqat musannafat deydigan ash ism atilgan shu raviylar hilsin uchun tadqiq qilgan kitoblar bor. Shuni o'qish orqali endi balki buruq o'tib ketganlarning o'zi ma'lum darajada kelib qolgan bo'lsa, keyingi davrning o'zi olimlarimiz imkon bo'lganligini hammasini selishtirish orqali bunday bir olimning o'zi chiqqan bo'lishi mumkin. Mana shu chiqqan o'zi taxi 100 yilning oldida, 50-60 yilning oldida, hattoki mush davrimizning o'zida bu balkim biz o'qimagan bilan ashta olimlar bo'lishi mumkin. Mumkin bo'lib ularniki bu to'g'ri gap qiladi. Bu elsin uchun to'xtab qilish uchun jazman mushta xususiyat adam bo'lsa, andiki elsin uchun gap qilgan gap. Bo'lmasa yedsin nima ekanligini, rivoyatning nima ekanligini, yedsaymi, mashhurmi, nima, ta'dil va nima, ta'dil va jarh ta'dil deydigan u gapni o'qimaydigan bu fanning o'zini. U sahobining asli ism kelmaydigan, uniki yedsin uchun nimani bilmagan bir odam qo'pib, yedsin uchun gap qilish to'g'rimi? To'g'ri emas. To'g'ri emas. Agar mush yedsin o'zi qandoq bo'lganligini o'qish uchun jazman bu odamning o'zi men mushundaq muhaddis olim bo'lish kerak. Shu olimning o'zi masalan hech bo'lmadi deganda bir qancha yedis kitoblarni o'zi rasmiy o'qib, uni qan sharilar va shari o'sha nayt nima sharilar va nayt ubdan. Mana Imom Sahih Buxoriyning sharilari, Sahih Muslimning sharilari, mana shu Tirmiziyniki, Nasai, Ibn Majah deyotgan mush kitoblarniki mana shu kitobga shariqan har tom shu kitoblar bor. Uni o'qib baxsin. O'qib anadikin o'zi bir narsa topsin. Topsa andiki bu odamniki yersining ustida gap qilishga loyiq bo'ladi. Bo'lmasa bir oshpaz yo bir mo'zzoz, bir duddachi, bir bir aroqkash qo'pib buniki ustida bundoq bir gap qilish o'zi hech qanday vaqtimizda aqliy va mantiqiy emas, u to'g'ri emas. Hatto o'zi yashayotgan ya'ni o'zidimi qanday qiladi? O'zi yashayotgan ash roy davlatning o'zidimi ash davlatdagi qonun yo boshqa o'rin o'zida bu odam hech qanday gap qilish salohiyati yo'q. Hattoki ishlashning o'zidami 2-3 yil u gapni u kasbning o'zida o'qimiz bo'lmaydigan gap. Kichkina bo'lsa bir qog'ozni oladi, andiki buni salohiyati bor ekan deb ishning o'rnini olgan gap. Bu odamning o'zi, bu ahmoqlarning o'zi Qur'on yetsin o'zida bir narsani bilmaydi, ammo tarjimasi biladi. Tarjimasini taq bilib bo'lmaydi. Uni nima ekanligini o'qimaydi. Andiki buni agishib bir chiqib, buni doğrab andi bu gap qildi, buning hech qanday tarif salohiyati yo'q. Huquqimi yo'q. Endi huquqi yo'q deb buni asl islom davlat olgan bo'lsa, buni qo'g'dab, andiki bunda odam akib tutib akirib so'lab, andiki buni uchun so'rab, nima bunda qildim deydigan mushtaq diktator yurgizgan men ashta nima shu bo'ldi. Endi u bo'lmagandan har odam uxlab qolgan yerda, g'arqishib basib qolgan yerda, xaloning ichida mushundaq topgan gapning o'zini meni xalqimizga yeyish orqali xalqimizning ko'nglini yaram qilib, meni buning e'tiqodi, axloqi, ibodati meni g'ururiga tegib, meni mushtaq ishni cho'q qilyotdi. Bu nima emas, u to'g'ri emas. Endi 13-hadis. İbn Şahab'da rivoyat qilindi. Shunda deb jazman Ubaydullah ibn Abdullah xabar berdi bu Ubaydullah ibn Şahabga. Shunda deb jazman Abu Hurayra, Zayd ibn Xolid xabar berdi bu ikkaydan. Shu yilki Ubaydullahga shunda debki jazman ikki odam davolashib qolgan edi bu ikki odam payg'ambar alayhisolatu vasallam qashqirib davolashib qolgan. Endi davolashib uniki nemisi ham tövenki edilsa 14-hadis chiqdi. Chiqib endi buningdan de Zuhriyni rivoyat qildi. Zuhriy degan o Ibn Shahab.
İmam Şab degan o nemiz kuniyeti Zöhri degan taxallusi. Men bu adamning o'zi yana deydi xabar berdim Ubaydullah Abdullah ibn Utbat ibn Sa'd Mas'ud shunda deb zaman Abu Hurayra roziyallohu taolo dedi. Shu ordiki biz payg'ambar alayhisolatu vasallamning qarshi turib shu dahli to'di bir adam Arabiydi. Arabiy yani aldığın dersimiz bunu dedik. Arabiy degan nima degan gap. Meni bu saraliq arabda bo'lgan bir adam payg'ambar qarshi turib dedi ki, "Ya Rasulullah, Mana Allah'ınki kitabı boyunca mana hüküm koysalar." Dedi. Degandikin andaki bununki yeni bir davaçısı. Yeni bir nima davası yani cevapkar. Bu adamı kopup dedi ki, "Sadaka ya Resulullah." Bu adam rast dedi. Unda o andikin onun için Allah'ın kitabından kandak olgan bolsa, uçağınızdan bunda şu hüküm çok kısla. Lekin vazelli, mana nima kısla? Mana ruhsat kılsa, men gap kılay, yani o gap kıldı, depti. Endi bu İmam Buxorining rivoyat qilgan mayat rivoyat mushtaq, ammo boshqa yerda unda kengroq endi. Shu bilan degandiki payg'ambar o odam debdiki, qo'l debdi. Endi da'vogarning o'zi da'vo qilib, o gapni deb bo'lgandan keyin, endi javobgar bo'lgan odamga men gap qilay, men gap qilay degandiki, shunga ma'qul emas, gap qil debdi. Degandan keyin dedi o odam javobgar, "Cezmen benim oğlum, benim manıga bir hizmetçi idi. Hizmet işini çok kıldı. Esip. Esip degen ecirdir. Yani nima o işleydigan adamdır degan. Şundan bu oğlumniki özü bu adamniki ayoli zina qilib qo'yibdi. Deydi. Endi zina qilib qo'yibdi degan gapning o'zida bu yerda o'g'il o odam uchun degan gap. Degandiki bu ixro qildi. Ixro qilgandan keyin bu adamniki zina qilganning o'zida 4 tane guvohchiga bu yer ketmaydi. Ketmagandan keyin o ashni ixro qilgandan keyin uni qarta buniki hukmchi buni qo'lga qabul qilgan kim. Shu bilan andiki zina qilibdi deb ashta degandan keyin o'g'lim ashta degan ashta ish qilib qo'ydim degandan keyin u uqtida uqqandiki bu zinaning o'zi shu nima u eng og'ir gunoh. Og'ir gunoh bo'lgandan keyin ular xabar berdi menga. Mana endi buni men boshqa aytishimizda u yerga apadi bu yerga qanday qilaman deb so'rdim da mana demdi menga xabar berdi. Ular shunda debki jazman mening o'g'limga rejim qilishwa, ya'ni tashlab o'ltirishwa debdi. Rejim degan tashlab o'ltirish kerak. Chunki Qur'oni Karimda az-zaniyat va jadu fajdu nima buni o'ltirishwa debdi. Ammo oyatning o'zida nima o jild. Endi rejimning o'zida ularning o'zi shu vaqtda zat Qur'oni Karimda bo'lmasa, payg'ambar alayhisolatu vasallam bu ishni qanday ham so'zlagandan keyin Alloh qachon shu joning o'zida sahobaning ishi buning uchun bilib bo'lgan. Shu bilan ham o'ziki tushuncha bo'yicha bu odam bunday qilib demdi. Men bu o'g'limdan meni 100 dona qo'y beradigan va 1 dona meni qo'l oyoqni meni ozod qilib, o 100 dona qo'yniki o'zi g'arib miskinga berish orqali mushu jinoyatni o'zi rejim qilishga jinoyat qutqizib qolgan, ya'ni uni aniq berib, uni pidil qutqizib olgan, mush ishni shu men qildim debdi. Qildim degandan keyin ondan keyin ahli so'rdi. Ahli ilm. Shu vaqtda payg'ambar sollallohu boshqa ahli ilmi deyotgan sahobalar çok bakkan. Buni da so'rdim. So'rsam ular dediki xabar berdi menga. Jazman mana o adamniki o ayoliga rejim qilishwa, chunki bu irva turqu zida qandikin bu ne bo'ladi islom dinimizda buni rejim qilish bo'ladi. Ammo meniki o'g'limga 100 dona qamchi urishwa. Chunki Qur'oni Karimda tajlidu kullu vaqti men mi'atajjalda degan ekan. Chunki mening o'g'lim taqib bir qatta o'cho nima qilmagan, to'y qilmagan. To'y qilmagandiki bunuga men 100 dona nima va nima urishwa, ondan 1 yil palashwa. Bu to'g'ri bo'lmabdi bu ishi debdi. Ondan mushidaq o'zliki anda qildi, ma so'rsin, manda qildi bo'ladi. Bu tarafda turib qolgandan keyin buni darhol bu yerda mana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam payg'ambar keldi. Shuni u odam payg'ambar dediki, "Qasam Allohga men nafsim Allohning ilkidir, jazman deydimdi. Jazman meni ishkanning o'ttirisida Allohning kitobida nima qilaman? Hukm cho'q qilaman. Allohning kitobida hukm qilaman.
Yani Allah'ın kitabı demek Kur'an-ı Kerim. Şeriatullah. Men muşrimuna hüküm kılma. Dep, ama seninki mine azat kan kul ayalın ve 100 tane koyun olsa 13 sil yandırıyor Allah. Bu dursemez. Nime o yardırıyor Allah. Ama senin oğlunu kelsek 12 verildiğin ceza 100 kamçı oruç 1 yıl palaş. Depti. Digendeki şu hükümcü boldu. Boğandikin andikin Peygamber dedi. Sen ya uneys. Peygamber kaçtı bağa bir bazıyken, bir adamken. Ya uneys. Yani Essem kabilesi boğa bir adam depti Peygamber. Peydu adam meraati haza depti. Sen bu adamın kaşığı, bu adamın ayağının kaşığı bana ettigende, eğer o ayağını ama akıl ben şunda kandım dep, itiraf kısa sen onun için rejim kıpı öldü. Depti şuna depti. Şuna diyecekken, şuna bu adam, şu ayağının kaşığı bazı unes, bu ayağının üzü onu ne kıldı, itiraf kıldı, şuna rejim çok kıldı. Benim müştak çok iş kılan. Benim peygambersem, aş ayağındaki üzü, ben aş işini kandaki bunu bilip, Peygamber bir iş küçük adam evetmek. Onun kartta bir adam boğan, onun eşitliği adamcı evetipti. Evetkendeki şu adam, Peygamber kan buyruğun anı yetkisip ayağının üzügen, ben muşundak icra kılma cezanı şu depti. Digentekin İmam Bukhari deydi, bu nime haber vahid. Haber vahid boğandekin bu haber vahid ne? Ben bu yerde nime kılan, ben Peygamber bunu bolu dedigen, şu hem evetken, bunu buyrukçu kıldıgan. Kıldığıgan boğandaki şuna Peygamber Aleyhisselatü Vesselam rivayet kan, haber vahid dep ölmanır beketken, muş haberin üzüge emel çok kırmız. Bu emel kılışımız nime vacip. Şuna, ben altınıgin digenimizek, bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam rivayet kan, muş edisindeki, ben 80%, yani emmesi de gider, İslam dinimizdeki ahkam tarafının üstücü bektildi. Ben ahkam, namazınki, okuş, rekat, şekli, vakaza, onundakin roza, zakat, hac. Ben muş faaliyetlerinizde Kur'an-ı Kerim'de fakat roza tutunla. Mamacı yemenla. Digen müştahını deydi. Zakatımız zakat biranlarla deydi. Zakatı biranlı digendekin uçanda mançı pul olsa mançılık biranlar, koy mançılık yasa mançılık biranlar, tögen mançılık olsa mandak biranlar, kal mançılık olsa mandak biranlar, zeminde çıkan nasıl mançılık biranlar digen yapın üzere Kur'an-ı Kerim'de yok. Bu fakat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan haber ahad, ya ki meşhur, ya ki nime aziz, ya ki olmaydı muşunda garip arkadaş arkalık bizgiçi yetti. Şu yetkendeki muhaddis alımlar ve müştehit alımlarının ikisi birleşip, ağlanın yetkisi verdi, müştehit alımlar andaki yüzüge layık olan, yüzü beketken usul asasen ailesi edip, mailesini almayı, şu nimeneki mezhep imamının okşaması şu. Benim ulaq ailesi yetti ya, mahiyetisi yetmedi. Mayet tuğal, mahiyetti, mahiyetmedi. Şundak dışarı şu devredeki insanların üzerine alimlerimiz, müştehit alımımız bunu tatkı kırıp, hem üzerine ahkam meselesi üzerinde, bazı namazın üzerinde, bazı mezhep okşamaydıgan kişilerim, bazı kişilerim okşaması sebebi şu. Ama bu mesela hemmisi bula şu hedis vaid emel kılıqlık. Şu emel kılış arqı şu hedisin ki şu vaqt üzerinde tatkı kırıp qaysı hedis. Mesela İmam Azam rahmetullahi aleyh kopul tuğandaki kopulun üzerinde asasen Abdullah Mesud radıyallahu ta'ala hadisi asas kıldı. Ben onun başka bir kan sahabe. Şunundak İmam Malik Medine'm tuğandaki uyadiki. Şunundak İmam Ahmed hem Bağdat hem şu Medine'm tuğandaki bu yana asas kıldı. İmam Şafii şunda. İmam Şafii Şam'da onun başka şu Palestin onun başka Mısır'da tur arka andaki İmam Şafii şıkkıl göz karşı kadim ve cedid deydiğen. Benim muşudda kılıç arka bulaniki bunda kılıçın üzeri bu herkes öz ihtiyardan emez. Fakat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yetken aş hedis. Yüzü şunu tatkikip düşülüp andaki resmi onu bir seliştir arka yüzü anlık muşudda kısak ebzelken digen dikin andaki bu ahkam meselesinin üzerinde İmam Şafii mandagarak, İmam Ahmet mandagarak, İmam Azam mandagarak bu şu. Hemmesi bulmuşsa şu yezikçi, emelçi kılıqlık. Şunun için bu mezhep imamlarının üzerinde bunda ahkamını gelip gelgen vaxtıda biz müteessip kırıp bizdeki katli doğru tep qalğanlarının üzerine öşkürdüğün. Onu haddidi ziyada undaq bir taraf mahalette ona hakaret edip kılışık şu bulmaydı. Ama itikadi meselesi şu, onda sürü salat kılışık bulmaydı. İtikadi meselenin üzerinde bunu itiraf kılgan, bunu çıkardıgan, bunu vücutga aykagan nersi değil mi? Kur'an. Şundak yedisi mutavattir. Unda o halken bunuğa
qarta ahl sunna va jamoaning e'tiqodi bu o'g'anki buni qarta Shia, Xavarij, Ravofiz, Ismoiliya, Duruzni, Nusayri, Ag'axoniya deganlar Ahmadiyya deyotgan ham kunimizda har xil fikr aqimda chiqayotgan aniq manta qisahmi bo'lib demaymiz. Bu e'tiqod biz hech qanday salasuli yo'q. Jazman ahl sunna va jamoaning e'tiqodi qanday o'g'amiz Qur'oni Karimda deyilgan shu bo'yicha amalchi qilamiz. Qog'in nima deymiz? Tutdi xato deymiz. Ha, manda qolsam demaymiz. U o'zing ishi demaymiz. Uni jazman chegiruvchi araymiz. Men bu masala shu. Endi yana bu elsinki o'zining amal qilishda mundaq bir uch xil holat bo'ladi. Bu uch xil holatning o'zi o'lmalarni shu bakatgan. Nima degan? Mana imom ibn Javziy rahmatullohi alayhiga deginiga asosan elsin o'zi payg'ambar alayhisolatu rivoyat qilgan elsin uch xil. Bir xil edisi var. Bu elsin o'zi Qur'oni Karimniki ashu nemizga aynan to'g'ri keladi. Qur'oni Karimdan hech qanday urbujuchi bo'lmaydi. Mana bunga jazman amalchi qilish kerak. Bunda bir tariqada nima var? Edisi bor. Bunu nima qilishimiz kerak? Uni uchun amalchi qilishimiz kerak. Bu zodi o Qur'onga o'xshash bo'ladi. Yin bir edisi var. O elsin o'zi Qur'oni Karimdagi ashtaq mujmal yoki bo'lmaydi, u mutlaq yoki bo'lmaydi, uni qanday qilish o'zi qo'llaydigan ashundaq bir nimalar var, hukm, ahkam, ta'limotlar var. Buniki o'zini payg'ambar alayhisolatu vasallam yelsin o'zi nima qildi buni bayon qildi. Mujmal bo'lsa uni bayon qilib, o'chani kengaytirdi. Va kengayib ketgan bo'lsa u mandaqaroq deb, uni qisqartirib mandaqcho qildi. Mutlaq bo'lsa uni muqayyat bo'lsa u shunday qildi emasmi? Buning o'zini buni uchun bakisdi. Bakatgandiki, men buniga amal qilishim nima o durust. Ammo uchinchi bir hadis var. Bu hadisin o'zi Qur'oni Karim o masal to'g'riliq hech qanday bir gapni demagan. Yani sukut qilgan to'g'riliq ashundaq bir ya Qur'onda yo'q ya topqil olmaydi. Topqil olmagandan keyin buni qartab yeni bir rivoyat qilgan payg'ambar sallallohu hadislar var. Bu hadisin o'ziga jazman amal qilishimiz nima vojib bo'ladi. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam qandaqki Alloh taolaniki mana bu hukm qilishniki asl sohibi, shariatniki, dinning asl sohibi shu zot bo'lgandek, mana payg'ambar alayhisolatu vasallam alohida bu zotning o'ziga bir xil imtiyoz berdik. Buni nima qiladi? Ehtiyoj berdik. Imtiyoz bergandagi shu payg'ambar alayhisolatu Alloh taolo Aşdığına, men aşdaq bolsunmu, Qur'onda bolmasin biz unuga erişimiz o'zi shu butuji amal qilishimiz o'zi bizga nisbatan nima? Pars. Nima o? Pars. Shu bo'yicha qattiq qilsa bo'lmaydi. Bu to'g'ri Qur'onda Karimda yo'q. Mushundaq halol haram durust emaydigan bir mincha masalalar bor. Shu masalalar o'zicha bor. Buni aytib chiqqandik. Mesela rejim meselesi, onun başka bir qancha nimalar var. Şu yılki Ramazan yüzüden, yılki adam yüzü ayoldan nemi ötküsüp koydu. Mesela kaparet meselesi diye dedik. O şudak nemeler var? Bir minçi nesler var. Yani cık eğilim settim, şu namaz, vakıza meselelerin yüzüden. Benim müşnunka emel kılışımız yüzü cezmen vacip. Nimişkan? Çünkü Allah Teala وَمَنْ يُتَيْرِ رَسُولُ fakat ata Allah. Kimi ki peygamberge boysun ediken, itaat kıldiken, o adam yüzü Allah'a boysun dedi. Unda olarken demek Allah'dan başka yüzü Kur'an'da bulmagan nersi qarab, bulmagan nersi qalgan bolsa, açtan degan bolsa, bunu biz boysunsak Allah'a boysungan bolur ekanmiz. Shuningdek, bu zotning so'zimi Qur'oni Karimning labzi va ma'nosi Allohning vahiy qilgan bo'lgan bo'lsa, mana shunday bo'lgandan keyin bu payg'ambarning ayirib bu Qur'onda bo'lmagan gapni mushtaq qilishi o'zi ham nima o? Vahiy. Nima o? Vahiy. Mana bu nima? In huwa illa vahyun allamahu shadidul quwa degan oyatga asosan yana undan boshqa Qur'oni Karimda bir qancha yani o'zida atiulloh va atir rasul degan bir qancha nima bor? Oyat bor. 30 necha. Mush oyat o'zida Allohga bo'ysuninglar. Unidagi shu Allohga bo'ysuninglar deb uning ishiga payg'ambar ham kiritdi. Bu kitob payg'ambar ham ish etdi. Lekin unidagi va atir rasul va payg'ambarga ayishinglar degandan keyin Allohga ayishib boshqa,
Peygamberge akışı yine ayrım boludu ekan degan gap bu yerda chiqadi. Chunki arab tilida mana atibdan keyin nima bo'ladi? G'ayr bo'ladi, mutag'ayyir bo'ladi degan gap asosan. Ham bizni Uyg'ur tilida shu. Bir odam bir gapni qilib, ha, unda bo'lsa, siz ham ma odamga nima deysiz ma'quldan jumon? Ha, unidagi ma aqlingiz va yoki ochingiz bilasiz ma'quldan degan gapning o'zi nima? U bu bo'lsa, u aksi ochisi bo'lmasa ayol opsi ya otsi uni bo'ysunish kerak. Uni doirasi isi bo'lgan bo'lsa uni bo'ladi. Lekin uni demay uni deb. Yine oqidan buni yine deyishingizda buniki aniq bo'lmagan bir narsa. Bu ikkisi bo'lib qolgan bo'lsa, o'chan buni nima qiling deydi? Bo'ysun deydi. Hozirgi dunyodagi davlatlarniki mana shu hokimiyat to'pisidagi kishilarniki ijroat masalasi shu. Qanday u yerda bosh ministrniki o'zi apart mani deydi. Degandekin u yerda hammasi bo'lsa, u pastga tushib bo'lchilik. Mana o'lka, rayon, noya, viloyat, shu Gungsha deyotgan yana o'zida mana hammasi tushib bo'lib, u yer buda maskelmaydigan o'sha bilasiz. Uning qarta u yer yo'q bilasiz, u uchun ijroqisi ko'pib, yerga boshdagi markazda turgan ministr, bosh ministrning o'zi apirib buni nima deydimde, sen to'g'ri qilmabsan demaydi. Uni shu qilsang bo'ldi, ruxsat qiliqlik. U mucho ijro qilgan bo'ldi demdi. Shuningdek, men bu payg'ambardan ashta ayrim ashta Qur'onniki o'zida bo'lmagan bo'lsa, buni qarta buni payg'ambar halol, harom, madrus emas, meni mandaq qiling degan bo'lsa, u chog'imizda bunig'imi amal qilishimiz nim bo'ladi, o vojib bo'ladi. Endi keyin birisiga, endi bizniki ahli ilmimiz. O'limalarimiz Mene o ölümünün üzüm müştakana avyadı gidek açtap sordu dedi. Sorgandikin ehlimizi sordu mında dedi. Digendikin bunu karta mene her yerdeki ehli ilme ilimge layık olan takva muttaki şu işinki sahibi olan kişilerden mene cemaatlerimiz demek oldu soraydı. Sorgandikin bu adamın üst yalğız. Yalğız durgun mesela petva soraydı, başka ne soraydı, bilmeyen ne soraydı. Hem bu adamın tebliğ kıp verdi. Sohbet kıp verdi, kitap yazıyordu, nim kıp verdi. Mene muş adamların üstü nime? Yalğız bir adam. Bir adam bo'lgandan uni neçmin insonlar uni o'qib yoki anglab o'qib shu bo'yicha nima qildi, amal qildi. Men mushundaq ishlarning o'zidan hech qanday vaqt bir adam qo'pib, voy o'lmaning o'zi yolg'iz bunda qilmoqchi bo'lmaydi. Bu tabliğni uch adam bilishib qilish kerak. Kitobni mushtaq yozish kerak. Mushtaq qilsa anladiki bu deymiz, bunu qabul qilmaydi degan gap yo'q. Unda o'g'anki bunun qartan şunu jazman payg'ambar alayhissalom rivoyat qilgan mushtaq hadisda bo'lib qolgan bo'lsa, u chog'da bunuga jazman nima qilamiz, unuga amal qilamiz. Mana bu gapning o'zi 1400 yildan yaqin necha million ahli ilmi, necha milyar insonlarniki meni qabul qilishlar, amal qilishlar kunimizga keldi. Hem de hazır kopup bir iki tane kağıt çıkıp uyan mundak dese bu nime emas o muteberçi emas. Bunda gapning o'zi chiqqan, o burun zamanı çıkmagan mı? Çıkkan. Çıkıp bir mezgil o ronak tapqanda qilgan bilan o allama qaçan bu aş tahlimakanninki qomini tahdidek sigib yo'qoplib ketgan. Uning iz ta'siri yo'q, ammo kitobda bor. Kitobda shu bo'lmishda bu o'tgan deb har xil firqalar. Masalan şu Mu'tazile firqi, Şia firqi her xil firqalar var. Sappari deydi, bilimi deydi, unda deydi, bilimi deydi. Yok bunun kimisi. Müştaq olgan. Bu ahmaklarga müştaq qildi demdi. Şeytan kuch ketib endi qilsin. Uni gapini mu'tabar emas. U nimishqa? Chunki bu batil. Qul ja'al haqq va zaqal batil. Hem bu dengizin üstüdeki nima o? Küpük. Ma'lum muddatda dengizga suv kelgan vaqt kelgan chiqqan bilan adam yo'qon, uniki yo'qolib ketdi. Tarixdan bu yan men rostqa, haqiqatga, to'g'riga qarshi chiqqan. Shu fikr bo'lgandan o'zi ashta bo'lib ketdi. Hozir shunda dunyoning ishidamiz shu. Babu Basil Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Zübeyir taliyeten vahdehu. Min bu Peygamber Aleyhisselam'nınki Zübeyir ibn Avvam radıyallahu ta'ala'nı yüz yalğız mene askerin beşida ulanınki istihbaratını toplap neymiş kılıdı dep okup gel dep nim kılgan ba evet şu ba. Muşun üst toxtulmayız. Men bununki üzülme
Zübeyir ibn Avvam radıyallahu ta'ala'nın üzerine öz yalğız aşağı evetip sen berip alan neymiş koydu o dep yalğız evetip peygambersan kim çıkıdı men çıkıman dep şuna bu zatı evetken. Evetken vaxtida peygambersan o bu yalğız tutsa bu bulmaydı demezsen öz yalğız tuğa adam kabul kılıp haberin üzerine müştakkel degandeki yani demek bu men şu haber ahatninki üzerine kabul kılışını dediğimiz. Taliyat degan gap, yani qo'shinniki oldida bir yak berib turib, u yaniki ahvolni o'qib, munda ish bo'ldi ekan deb birdan kishiniki o'zi nima deydi, uni taliyat deydi. Ya'ni ibozir istixborot. Ya'ni xabarni o'qidigan dushmanlarniki turgan qanday ahvol bu. Dedi Muhammed Munkadir. Anladım Cabir ibn Abdullah radhiyallohu ta'aladan deydi. Kişigan idi Peygamber Aleyhisselam bir neçe adamlarını Xandaq urushida. Bir neçe adamlarni çok kişigan. Xandaq urushining o'zi tarix hijrati 6-yili çok bo'lgan ham Ahzab urushim deydi. Şuna Peygambersam kişirib ekan. Kişirib nimish kişirib kelsa, mushu admayat kolavatimiz Xandaqning o'zini hozirgi dushmanlar amishda o'rtaq ittifoq tuzib bir qancha qabila ham Yahudilar bu ittifoq askar tuzadi. Tüzügendeki bu qo'shinlarni qanday xuddi shu ichki ahvolni kim o'qib keldi deb aynan qishirib ekan. Kishigandagi Zubayr radhiyallohu ta'alani ma'qul deb da'vatga nima qildi, qabul qildi. Men endi nadaba degan gapni da'va, ya'ni da'o, ya'ni degan çok gap bo'ladi. Nida degan çok gap bo'ladi. Yani chaqir qildi. Ondaki yeni payg'ambar yeni ularni chaqiribdi. Kim chiqdi deb. Yine Zübeyir ibn Avvam radıyallahu anh men çıkıman deb oturdu. Köhlepte çıkıptı. Anladıkken yine ulanınki üzerine Peygamber yine kışırıptı. Kışığa vaxtida Zübeyir ibn Avvam radıyallahu ta'ala anh bunu qardan maqulur men çıkıman deb köhlep kirip yalnız men çıkıman debdi. Degandeki Peygamber şuna debdi. Likulli nebiyyin havariyun ve havariyuz ve havariyyi ve havariyez Zübeyru debdi. Her peygamberninki bir nimsi var, havarisi var. Yani halis yardım kılıdığan, muhlis, halis yardım kılıdığan bir yardımcısı oldu. Bunu da arkada peygamberinin anda oğandaki, men peygamber oğandaki, miniki havarim kimdir? Zübeyir Avvam'dır. Dep peygambersem muş vaktinde şundakçı deptiken. Muş vaktinde şundakçı deptiken. Hem de yine Zübeyir Avvam'daki bir qancha işleri çok var. Öz yalğız köhrek kirip, çıkıp korkmay, açta çokan. Hem onun üstüne Zübeyir Avvam, Peygamber Aleyhisselam'daki nevri çok tukkan. Peygamber Aleyhisselam'daki tağacısındaki oğlu iken. Bu tukkan. Onun da başka Zübeyir Avvam, tuncu katı Müslüman bağlan katarcı olup, en cık capat atkan, kıynalgan, müşriklar tarafı, hatta ki tağısı Ebu Leheb, aşındaki tağısı tarafından bek kıyınlıktı. Bek kıyılgandaki sen kapır ol Muhammed ki disim unmay, yak men bombaydıgan kişiye dep şu yerde çıdap, sabır kılıp andaki çıkka edemken. Bunu da andaki peygambersem bu kişinin şu ehvalı karab, bunun nimdediğini havari dedi. Hem de sahabenin hemmesi nime havari. Bunun çatak yok. Lekin havariyiniki yüz aviyatı degende Ubeydel Cerrah degende yardım beriş, tarafta turuş, unukçu her qanday tarafni o'lik bo'lamdi, o'lim bo'lam, qanday unutmay, aşı xolis xizmat qilish degan gap bu hammamiz o'xshash bo'lmaydi. Ba'zi odam menda qarab, endi bir odam bo'lib qoldi. Unda bo'lgan bu yerda Zubayr Avvam radhiyallohu ta'ala havariy bo'lishligi sababi, ya'ni bu va undan boshqa qadimiy inson bo'lgan va undan boshqa bir qancha ishlar cho'pa. Bu sababli cho'bishtakchi sifatga erishgan. Dedi Sufyan ya demek Peygamber Muşan'ın üzerinde Zübeyir ibn Avvam'ın üzerine aş ittifak koşundan ibaret doğan şu koşundaki ehvalın üzerine kandak geçken Zübeyir ibn Avvam yalnızca evetken. Yalnız evet andaki bununki üzerine haberini kubulçu kan. Yani demek bu yalnız bir adam. Unda onu bunu kubul kıptı. Anla o haberin üzerine haber ahat doğan olsa ben aldığım dersimizde de haber ahat bir kancık kubul. Ben bu şekilde doğan olsa onu kubul kıptı. Bunun işi biz emez. Men ayet deganimizda bu Allah bagacha bekitib qo'ygan ish. Dedi Sufyan Savri
Men bu esni Muhammed'in Munkadir'den mundak yadagan isimli var idi. Ve dedi bu Süfyan'a Eyüp ya Ebu Bekir Espayan pegise ular Cabir'den depti. Cabir jo eris rabayat kıpa. U kalap tuma bir yerde Cabir Rezal'da kat sahabe peygamber nim degan müşrik kıpa depti. Cezmen kom meni qiziqtirdi ularga, hayron qoldi ularga Cabir'den Espayan kıpa ularga hayron qoldirdi. Yani ular bak qisqidi Cabir'den ay peygamber yaqinlashdi ay mo'y degan deb berdi. Degandikin dedi şu meclisin özüde meni bu yılki Abu Bekir degan adam aldıma cevap radıyallahu ta'ala anhu'den deb şundak çok dedi. Deb andikin şundan ergeçtirdi bu adam meni yersen oturdum kıl ergeçtirip ağadım andattı andıma Cabir dedi. Dedim ben andikin bu Muhammed Munkadir Süfyan'a. Cezmen Süfyan Savri deydi. Yomu Kureyze deydi o. Kureyze künde müştah oğan. Yani Kureyze kabilesinin üzü Peygamber uruşunu yenip kirip haddak uruşudun. Anladı Kureyze kabilesinin üzü nümeden Mekke Müslümanlar ittifak tüzep. Bu yer iki taraftan Müslümanlara karşı müştak kafirler ittifak tüzep. Bu Müslümanlara karşı hücum ötken. Bunu bölüdü. Bölügendeki derhal emdi. Gelirken neyimiz Peygamber yani üzdeki askeri kimler salma deb tuğavatın özünüzden Cibril Aleyhisselam geldi. Sanma bizim mağduk. Ayağı var benim sen. Benim müşkepte şu. Şu vakti bupta o dep dedi ben. Degandeki dedi. Şunu oşaş yad aldım dedi Süfyan Sövrey. Bu else kandak sen olturdu. Sen aşağı Cabir kandak ravat kampası aşağıda meni kandak urşi aşağıda oğan cübüzever avan müştak degen müştak dedi. Yoma kandak degandeki dedi Süfyan o bir gündür, işkiz bir gün. Degandeki şuna Süfyan şu külüp gitti. Yani aşu Yomu Kureyş kabilesi bilen uruşkan cihat olgan gün bilen Xandaq uruşuniki bolgan gün bir gün deydi. O to'g'ri. Meni bu Allah Taola'niki la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyuzalalakum degan Allah Taola'niki so'zdagi nimasidir o babudir deydi. Endi bu babda meni Allah Taolo shuni dedi. Hey mu'minlar sizlar payg'ambarniki uyiga kaskamazchi usiblichu kirmanglar. Megar shuki sizlarga nima qilay ruxsat berilgay dedi. Ruxsat bersa u uyning egisi payg'ambar yoki ayollari kirsang bo'ladi desa andiki kiranglar. Bo'lmasa shu usiblar ashudaqchu kirmanglar. Mana bu bir odamning uyiga bir yeriga kirishniki mana odab axloq insonlik bir nimasi o saviyasi bu. Bu nima saviyasi? Mana hozir qarab boqaylik. Mu'min Müslüman bo'lmagan ashtaq yerdagi hokimiyatning ishi kelsak, qanday qiladilar? Ay ishakdagi kirdi. Ya chekishi yo'q, endi chekishi buda qilib qo'ysimi? Ammo hokimiyat tepsidagi narsa qanday kirdi masalan? Ular bizning rayonimizni ko'rdik. An uxlayotgan chog'da, taq tundan vaqt bostirib kiriblash yotgan ashtaqchi qiladi. Buda o g'urur vicdan yoki iymon yoki ishni bilmaganlik bu ishak hayvon bo'lgandikan buni ishi shu. Ammo islom dinimizda hech qanday vaqtimizda bir mayli hokimiyatda bo'lsin, askar bo'lsin yoki saqchi bo'lsin, har qanday bir odam o'zi u odamniki mulk doirasi ichiga, uyiga, shuningdek uniki ruxsiz hech qanday kirish bo'lmaydi. Shon kirmaydi. Mana uni tekshira olmaydi. Agar ma'qul deb qolsa, uni ruxsat berib tekshirdi. Bunun üstü kirmeydi. Endi bu ayet keltirişin neymiş kan? Allah Teala illa ayyuzalalakum dedi. Lekin sizga ruxsat berilsa, ruxsat bergan kim bo'ladi? Bir odam bo'ladi. Bir odam bo'lgandan Allah Teala bu yerni qabul qilib, bir odam ruxsat bersa, andi kiradi degandan ha, unda buni xabarini to'g'ri deb qabul qilib, mushnichu dedi. Anda o'adikan bu yerda yana shu xabar voyni qabul qilishning nimasi ekan? Gap shu. Kaçaniki ruxsat verirse o adamga men nim qildi uçağınızda bir adam
Mine o adamga bir adam ruxsat verilsa, o çaq durus oldu. Hemen üç adam ruxsat versin deganlik emas. Bir adam ruxsat versa, ruxsat verdi deb qabul qilamiz, hammadan qabul qildi. Ebu Musa radıyallahu ta'ala'nın rivayet kılındı. Şuna deb cezben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kirdi bir günü Peygamberimiz kirdi bir tamның işi için kirdi. Hayit mı da tuz koygan tamba. Bunu işi bağ. Bunu işi kirdi. Ve buyurdu meni şu darvazını bekişkiço meni nim kıldı buyurdu. Şuna geldi bir adam haleti ruhsat alıydı o adam. Nim kıldı Peygamberimiz kış kiraymo dedi. Kiraymo dedi ki dedi Peygamberimiz. İyazal lahu ve beşşiruhu bil cenneti debdi. Sen o adam ruhsat ve o adamga cennetler bisharat ve ki cennet kirsiler. Sen de işte hoş bisharat ve debdi. Şunda aklı kısak Ebu Bekir radıyallahu ta'ala. Anladı ki Ömer geldi. Ömer geldi yine şuna dedi ki Peygamber işte bir adam gitti ya Resulullah kanda kılmıken vay onu ruhsat ve onu cennetten çok hoş bisharat ve debdi. Anladı ki Osman radıyallahu ta'ala geldi ki Osman radıyallahu ta'ala dedi ki yani men kirayım ya Resulullah sorap baktı dedik ki ama akıl deb sordu Peygamber ne dedi ki onu ruhsat ve cennetten hoş bisharat ve deb müştaqçu dedi. Dedi. Endi bu yerda Peygamber Ebu Musa radıyallahu ta'ala onun ki yalğız aşı man ruhsat so'rab tipto degandikin ashni qabul qildi. Qabul qilib unda olsa uni ruxsat berib jannatda qo'shib bishorat va deb aniga yalğız bir kishining o'ziga ashni dedi. Degandiki shu bu amal qildi. Amal qildiki bu nima ekan yalğız bir odamning bo'lsa mushtaq durust ekan deydi. Yine Ömer radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Dedi Ömer, keldim ben Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın kaşı keldim bir gün şu dağlı kelsem ben üz için boğan bir satmıdak öydeyken. Yani meşrubat deydi o. Meşrubat degen şu ünün aldığındaki şu yataktak müştak satmıdak güzelek yer koyduğun bir neminiki üzerine öğünün üzerine ikinci kavat ya ki naz yılık azlı koygan yılık nemin üstüne koyganında öğünün nemi deydi meşrubat deydi. Şunda bir öydeyken. Endi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'niki gulami yani esvet kara boğan gulami dereceninki 5 idiken. Yani Peygamber'in 5'i turuptu. Peygamber ayet turuptu da iyi güzel uyuğan diken. Aşağıda turuptu. Tuğan diken dedim ben kul haza Ömer ibn Hattab dedi. Dedim ben dedim. Digenden dedim ben yılıkı kul ademge bu Ömer ibn Hattab sildim müştak ruhsat soraydı dedi. Dedim. Desem ama akıl dep o adam dedi. Degendeki şundan mağnemi kılındı ruhsatçı verildi. Yani mağnemi bölde ruhsat verdi. Yani debet maşada kar negirneki üzü Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın kaşığa kirip Ömer kıptı müştak deydi degendeki Peygamber nim desa kulun gibi seni makbul. Onu makbul kılmayımız bana çıkıcı adam gelsin demedi. Demigendeki onudaki Ömer radıyallahu ta'ala hem müştakçı ruhsat verdi dep onu nem kıldı. Degandeki o adam onu çok kabul kıldı. Yani demek bu yerden haber vaid sadık rastçıl olan bolsa onu gepini nem kılmamız uçağımızda bunu çok kabul çok kılırız. Yani bu vakanın özü Peygamber yüzündeki ayarlar hap kırıp yani birisi öğünü updan kıptasın, kimci kıptasın, bizi Peygamber'in ayalı oğandaki parçada yaşamamız gerek degendikin, şu ona andikin Peygamber bu yerde onu razı olmaydı o. Razı olmagandikin oturda yakin, yani bir uruş oldu. Şu vakti de iki taraf olup, mayadisiyle esel yiyen olsa Peygamber o sesik binası yapsa da Ayşe'den hepsi birleşip bir grup olup, açtık bir iş oldu. Şu vakti de Peygamber andiki bulanıki nemisi andikin Peygamber bir ay ilah kıldı. Muş vaka şu. Babu makane yebesun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem min umrai ve Resulü vahide ba'de vahidin. Min bu bilinmesin babdır ki boldu ebirdi Peygamber'den min emirlerden ve elçilerden birini yine birdi ki. Min bunda işini çok kıldı Peygamber. Devamlık uyabiye evetse başta bir elçin evetti. Onudaki yandap yine birçi evetti. Onudaki yine birçi evetti. Yani demek aşağıda Peygamber özü yalğız bir elçin evetkendeki bir tal elçini yani demek şu yalğız adamın özü Peygamber'in ağırlık yetkizdi. Yetkizgendeki bu makbul. Onudaki yine evetti bu makbul oldu. Onda o anki haber vaidin özü nemiken o makbul geldi meşe İmam Bukhari. Ve dedi İbn Abbas
radıyallahu ta'ala anhu evetti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Dihyatul Kelbi degan adamning o'zidagi uni yozgan maktubi evetti. Kim evetti? Busra degan shahrniki katta valisi uchun evetibdi. Şunu deb evetibdiki Peygamber buni Basun Kaysarga vasun deb evetibdi. Çünkü Busra degan shahr bilamiz hozir. Suriyaniki nima o janub tarafidagi boshqa bir shahr. Hozirgacha bu shahr. Şu shahrning o'zi, men shu vaqt o'zida Dimashq yo'q, Dimashqdiki shu vaqt o'zida bu Sham diyori deyotgan hozirgi shu Sham, uni boshqa Urdun, Falastin, Lubnan deyotgan shu o'rinning o'zi shu chog'da Konstantin imperatorligining mustamlikasi ekan. Shuni boshqaradigan valining o'zi, Shamni boshqargan valining o'zi Busra degan bir shahr turgan, bu uning valisi ekan, uning mustamlikasi. Unda avvalgi payg'ambar şu valinin o'ziga, bu Arab bo'lgan ekan, shu valinin o'ziga o'zining maktubini avatib, bu o'ziniki cho'ng podshosi bo'lgan Qaysarga nimaga, shu Bizans sulolasiniki bosh nimasiga Qaysarga men avatson deb avatibdi. Avatgandan keyin bu avatgan maktubning o'zi kim o? Dihyatul Kalbi roziyallohu yolg'iz. Yolg'iz bo'lgan, yolg'iz ashada o'z otga minib aşağı bordi. Bağandaki Peygamber mektubunu uyan berdi. Begandaki yani demek Peygamber'deki bir adamdaki evetip özünün gepini ayak evetkenini kabul kıldı. Bu dürüst oldu dedi. Anda o adeken men muşundaq sinemiken o dürüstken. Bulmay degen gep yok ama buniki dürüst oluşu İmam Bukhari baş degandek qanday adam oluşkar saduk resmi rastçıl Ahkün hem şunu dek Ubeydet'e Cerrah, Zübeyir ibn Avvam dek benim muşundak ve onu başka sahabedek açtak resmi işkenlik adam buluş gerek. Anladı ki bunu çok kabul kıldı. Bu yedis meselesi de. Yedis meselesi şu. Yani bu yerde yedis meselesi de vardı demedi. İbn-i Şahab'da rivayet kılındı. Şunda da yapacağız ben İbn-i Şahab dedim. Haber verdim bana Ubeydullah bin Abdullah bin Utbe. Şunda da yapacağız ben Abdullah bin Abbas. Haber verdi bu Abdullah şu Ubeydullah. Şunda da yapacağız ben Peygamber. Evet diye o Peygamber yüzündeki mektubunu kısra uçu evetti. Şimdi şu devrin üzerinde dünyanın çoğun saravatkan bulup Arap dünyası otur şart bazı kinti atağa isim var. Muşanı Avrupa şunu da ma Arap dünyasının üzerine muşan asası dünyanın saravatkan iki çoğun kişi var. Ben dünyanın üzerine iki çoğun kişi var. Birisi Kaysar. Yani Kaysar degen gapimiz Bizans. Yani İstanbul'un bunun ismi Bizans. Muşanı idare kılatkan Şarkı Roma, Şarkı Rum devatkan imparatorluğunun üzü dünyanı başkurttu. Bununki padişahın üstüne deydi Kaysar deydi. İkinci çoğun kişi böyle şu Şark tarafı olan dünyanın asas başkurtkan Sasanıyla Sulalsın olan onunki padişahı olan nime Kısra. Bu iki kişi dünyanı başkurttu. Hazırki dünyanı başkurtkan iki kişi olan deydi. Bu iki kişi kalan uşak devleti var hazırki deydi. Lakin iki kişi başkurttu. Şu vaxtda Peygamber bulup bu hicretin 78 yılı resmi Arap yerim arası hemmisi uçanın Müslüman bulup el olup kandikin işim resmi nim kıldı dep andaki etrafdaki muş çoğun padişahlar ve onunki nimelere onu erkişliğe vali ve onunki hakimlerine ayrım nim kılan devletçi yollab yani şu vaxtın üzerinde Şam'daki ayı evetipken, ondaki Falastin, ondaki Mısır, ondaki Yemen, ondaki Arap yerim anındaki Şark tarafında olan Irak, ondaki Necdi tarafı, Oman tarafı, hem yakşı işte evetipken peygamber. Hatta Nacaşi, beni Afrika'daki çoğun şu çağda başkurup onun çoğun kişi olan Habistan, yani hazırki Etiyopya. Ninki aşı orada yaşavatkan aşağıdaki taat Peygamber mektubu yollattı iken. Yani Peygamber'in nemisi Allah Teala'daki kelgen şu vahiy olan İslam dininin üzerinde bütün insanlıkçı açtakçı yetkiziş. Yetkizişine birlikte Peygamber üzerinde etrafındaki insanı hemmeni eyleş keltirip yani resmi Müslüman bulup Arap yerim almışlar. Bu andaki onu iki tarafını birleştirgen kişini ondaki devletin üzerinde sırtıkçı karattı. Sır karıp etraf emmisi şu müştah mektupçu yollagan. Şunu da şu Arap yerim anındaki şimal tarafı olan Irak ve Şam, Suriye devatkan aş rayonlarının üzerinde şu Bizans sulasındaki bir kanç valisi varken.
Mana bu Iroqniki o'zida Sasaniyalar sulasi boshqarar ekan. Bu Iroqniki, o'sha Arab Yermanidagi shimol taraf, sharq taraf, Oman, Yaman qatorliq ya'ni o'zini udan mustamlaka ekan. Bu arablarniki shimol tarafining o'zi, bu Sham, Falastin, Urdun deyotgan Urdunning chaqda viloyatdagi binoyda bir. Shu vaqt o'zida bu Misr deganidek ya'ni o'zi Bizans sulasiniki mustamlakasi ekan. Shunga aytib turibdi ekan. Shu vaqt o'zida mana u cho'nglarga ayrim shunday ulug'un vakolatdan ulug'niki valisi bo'lgan uni ayrim mushta payg'ambar da'vatchi yo'llabdi ekan. Uning qarta men 20 necha dahmo ishta odam yo'llaqdi. Ya'ni 10-15 dak. Har birisiga birdi sabab. Shuning ichidan payg'ambar evatgan shu elchilarning ichida faqat bak qarshi chiqqan o'zi Kisra hozir deydi. Uning boshqa birisi shu shimol tarafdagi shu Iroqniki, Suriya tarafda bo'lgan bir vali ekan, ismi nima? Bu odam qo'pib u payg'ambarniki u evatga o'ltirdi. Qolgan hech qanday bir ish yo'q qilmabdi. Shuni payg'ambar o'ziniki maktubini o'zi Kisroga nim qildi, evatdi. Evatgandan keyin shu payg'ambar buyurdi, shuki bagay bu yilqi Dihatul Kalbi. Bu Kisroga evatgan Dihatul Kalbi emas, bu yilqi nim Huzafa. Abdullah Muzafama shu mana shu kishining o'zi payg'ambar buyurdi buni bagay Bahrayniki qattiqsan. Ve Bahrayn deyotgan hozir Arab yerining sharq tarafi. Sharq tarafining o'zi uchadi uninki mustamlikasi ekan. Bu shu Kisroniki. Shuga evatga bu andiki Bahrayniki qattisi Kisroga evatso. Shu Madain degan shahar turdi ekan u. Uchanizga hozirgi Tehron degan shahar emas. Uchan boshqarayotgan Sasaniyalar sulasidagi markazi Madain degan o'sha atrofga. Shu ekan. Shu yerdagi cho'nglikchi shu podshosi evatson deb evatdi. Endi buni bu maktubimizni Kisra ashta o'qidi. Buni olib uni yitibdi. Buni qotdi, yitibdi. Endi yitib ana degan ma'no deydi. Gumon qildim men deydi. Jazman Ibn Musayyab dedi. Ularga payg'ambar duoibet qildi. Shunda debki ularni titmitmangmışda qılınyapson. Deb Allah buniki qazimni mushtat titmitib qatqandan keyin buniki podshohlikni, hokimiyati, davlatni o'zi mushtat qilat deb duo qildi. Alloh taolo bu duoni ijobat qilib, shu vaqt o'zida andiki bularniki podshohni titmitib qilib, tarixda yo'q holatga aytayotgan. Shu chog'imizda ana asl payg'ambar shu vaqtda Yamanga evatdi ekan. Endi bu Kisragan evatgandan keyin bu Kisraga taqim qo'liga usib, bular bizlik men abid, mening qo'lim tursa, men xat yozgida qanda kushgan o deb, andiki Yamandagi valisi ekan, ikki donimi birdan. Buni xat evatdi ekan. Sen buni ikki odam tas kushki yo'g'on ikki odam bir ashni evat. Makka evatib, ash adam Madinaga evatib, ash adam tutib akib meni oldim, akason deydi ekan. Degandiki bu xat yo'llaydi ekan. Xat yo'llagandan keyin amal qilib o evatib qavaq bizda Yemendan andiki bunga shu degandek shu valisining ismini aytdi. Shu odamning o'zi andiki ikki odamni qilib uni yuzi bir odam qo'shib 3 odam evatdi ekan. Evatgandan keyin bu payg'ambar sallallohu kirdi. Kirgandan keyin qarab baqsa uniki ahvol shundoq, soqollari yo'q, burturmidi, tug'andagi payg'ambar andiki deydiki, "Sizlar at kelinglar" deydi. At kelinglar degandan keyin amal qilib u ketdi. Shuna Alloh taolo shu kechida payg'ambar alayhissalomga Kisraniki shu vaqtda podshosi bo'lgan uni o'ltirilganligini buni xabar qildi. Buni xabar qilgandan keyin ular elchi kirib anadikin qandiki payg'ambar sizning podshohinglar meni paloni kuni pukun soatda pukun vaqti o'ldi deydi. Degandiki bu hayron qolib bu nima bu rasmiy shunaqa payg'ambar ekan deb bu asar ishilib shu ummangdi. Men bu andiki Yemanga berib Yemen bu gapni deydi. Degandiki ras tekshirsa ashunda tekshir ashtaqni bu jazma payg'ambar ekan deb shu darhol u uchun shu Ironlikning bir qonunsiz iymon etib shuni adam musulmon bo'lib Payruz deydigan nima bor. Odamlar. Bu musulmon bo'ldi. Musulmon bo'lib andikin bu Ironniki nemisi otsi o'g'li o'ltiribdi. Oğlu öldürüp andikin oğlunun yüzü taxtı çıqqandikin o bir mezgildikin onun kızı o çıkıdı. Çıqqandikin andikin bu canlısı baş kuramay bir 5-6 aydak. Onun dikin andikin Ömer razıyallahu zaman olup şu uyan koşunu evetip Sa'd ibn Abi Waqqas razıyallahu anhu komandalığından uyan andik titman qilib onunki padişahı tutup onunki
xazinasi hammasi musodir qilib, u podsho yo'q odati akil mushtaqib qechib bu, oxiri o'tirasham u yerga o'lib ashtachi o'tgaydi. Mesela çok qanday. Yani demek şu canlıda dünya kuşuniki ikkinchi süper kuşu olan meni aç sasanın sulası açta veyran kan. Eğer Müslümanların özü şu vaktin özüdek açta birlik ittifak açta bolsa yeni açta kalalaydı. Yeni şundak bu kalanına gidip bazı kapırların özü muştak bir işini kişiler kalın avunlat boğuz yürüp gelgenin özü şu. Bir şey yürüp. Vay ondaklı teröristler. Dedi bu Yazid ibn Ebi Ubeyd. İspanyol haber bizge Selmet Ekva radıyallahu ta'ala'nın şunda deyip ki cezmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi bir adamge Esem kabilesi bu var bir adamge İyzen fi kavmik. Senin kavmige yok seninki insanlığa sen uqtu. Men Aşura günüde. Şunda deyip uqtu ki Aşura günü şadaptı. Aşura günü deganimi Muharrem ayının 13 günü. Şu vaqtda seninki odamlarga yaxshilik qavmi uqti shunda debki jazma bir odamiki yegan bo'lsa u odam meni nima qilsin o'ziniki qolgan kunni o'zi tamomlasin va bir odam yemagan bo'lsa u odam nima qilsin ro'za tutsin deb boshtachu degan deydi. Endi Ashura kunning o'zida mana agar u odamni yeb qolgan bo'lsa yeb ishlik qilib ro'za tutsa bo'ladi. Ammo bu odam o'zi yemay mushtaq taqbinas yemagan bo'lsa hozir qadar u chog'da ro'za tutsin. Çünkü Aşura günün üzü ro'zasi nima afzal debdi. Meni Müslim o'zining payg'ambarsan bir odamni avatibdi. Bir odamning o'zi payg'ambarning ochgan amr farmonini aniq yetkazibdi. Yetkazgandan keyin men bir odamning gapi nima ekan o maqbul ekan. Uni qabul qilsaqchi bo'ladi ekan deydi. Babu vasatin nabiyyi vufudal arabi ay yuballighu men vara'ahum. Meni bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'niki Araplarniki öməklərə vəsiyyət qilishning bobidir. Nima deyapsa, shuki yetkizganlar ular anda bir kishiki ulardan kelib qolgan edi. Endi ömək degan gap ularga vakolatdan bu odamlar keldi degan gap. Unda ularning kelgandiki Araplarniki shu hijratning 78-yil o'zi hammasi atrofdan shu ömək bo'lib qat guruh bo'lib shu musulmon bo'ldik. Voy bo'lsin deb shu kelgan. Kelgan vaqtida payg'ambar ne degan ularga unda bo'lsa sen musulmon kelgandiki mana musulmonda buni sharti bor ma'ni qilishlar qandikin masli kelamagan arkab bo'lgan odam bor uni nim qilsin unga uluvchi mushni yetkazin u shundoq qilsin degandiki bu yerda uluniki kelgan o'makning o'zi bir ishga bir qancha odam ya bir odam bo'ldi u chog'da mushtaqanlik buni payg'ambar qabul qilgan ekan yana demak bir odamniki xabarini qabul qilish nima ekan u durust ekan dedi Malik Vays. Bu gapni shuna debdi. Ashta qanti deb aytsin o'zini. Dedi Abi Hamzadin, Abi Jamrdan rivoyat qilindi. Dedi Abi Jamr. Berti ibn Abbas radhiyallohu ta'ala anhu to'g'risida meni o'zini karotni ustiga to'g'risida yanada. Yana to'g'risida aytdi. Bu ish nima ekansa, Ömer Abdullah ibn Abbas radhiyallohu ta'ala keyingi davrning o'zida mushu Şərq tərəf bo'lgan Sasaniylar sulasi İran'nınki o'zi rasmiy ozod qilinib islomiy davlatning tarixi o'tgandiki bir qancha odamning o'zi bir qancha ming odamning o'zi musulmon bo'ldi. Musulmon bo'lgandiki bularning o'zi hamda shu ko'pida vaqt ya basir vaqti kelgan gap. Kelgandiki u nima so'raydi, masala so'raydi. Masala so'ragandan keyin Umar roziyallohu Abdullah ibn Abbas yoshlanib qolgandiki u o'ltirgan bir karvatning ustida uniki yeniga meni to'xtatdi. Bu odam o'zi Abdullah ibn Abbas Arab. O adamın nima o adamın özü Pars, İranlık. Bu Arap'ı bilmeydi. Onda o ikisini otursa ağlığa, tercümanlık yetkizilgan meni mushtaq qilganti deydi. Şo'dan büyükünü bir gapni qilib mana debdi. Jazman Abdul Qaysniki uyiga mana ular payg'ambar alayhisolatu vasallamga kelib dedi o. Payg'ambar meni vaqti debdi. Endi kelgan odamga qo'ygan ekan. Kim u kelgan o'makli, kim u bular? Degandeki dedi ular Rabiya kabilesi deyin. Yani Muzer'ninki Rabiya tabi kabilesi var. Şu yerde Şark taraftan, Necd taraftan geldi o debdi. Degandeki dedi Peygamber merhaben bil vakti vel kavmi gayre hazaya ve la nadama debdi. Mene hoş mübarek olsun yılıkı Ümekke ve kelgen kavmge Resul muamelette ve puşaymi kılmagan alette. Hoş mübarek
bo'lsin, obdan kipsizlar, yaxshi kipsizlar. Agar bundoq kelmay qolmasangiz, oxiri berib ya pushaman qilib qolatinglar yoki rasvo bo'lsin. Qandoq? Uçan kelgin biz İslam qo'shin evatib aniki uyanı nim qilib, urush qilib uyanı musodirik mallarini olib balvaqni qo'l qilib başta çok qildik. Uçan rasvo olsa pushaman qildinglar. Pushaman qilib voy nima qilsak, men mushrik qon bo'lsa bo'pti ekan deb qoldim. Siz o'z ixtiyorlar mushtaq kipsizlar. Deb Peygamber mushtaq çok dedi. Degandiki shuna dedilar ular. Yani birinchi gapning qisi. Degandiki dedi ular. Ya Rasulullah, jazman biz bilan ma muzar kafirleriniki o'ttirsida biz mana biz bilan sizning o'ttirida muzar kafirlar bor. Tek muzar qabisga iymon etmagan vaqt ekan. Bunu bo'lgandikin unda o'rniga biz uchanimizda chiqib o'tirgandik biz u yer kela olmaymiz. Uni tusvaldi. Tusvag'ini hozirma ya'ni Muharram oyindi. Shu vaqt bizda xotirjam bo'lgan vaqt ekan, shu chal keldik. Unda o'rniga bizga buyursa bizga bir ishliki u bilan jannatga kiramiz va u ishliki o'zida bizning oqimizga insonlar xabar bermaymiz. Shunda bir ishni buyursa mo'yn bo'lgan ishni debdi. Degandagi dedi Payg'ambar sallam, meni so'rdilar ular, ondan ichimlikdan mamani qilinglar dedi. Iymon degan ma'u, islom degan ma'u deb hammani shu deb berdi. Deb ondan ichimlikni so'rabdilar. So'ragandan keyin Payg'ambar sallam ulardan 4 narsadan nima qildi? To'sdi. Ularni Payg'ambar sallam meni 4 narsaga buyurdi. Ularni buyurdi Allohga iymon keltirishga. Iymon mu'min bo'lsin. Ondan Payg'ambar sallam dediki iymon degan nima debdi. Degandan keyin ular dediki Allohning rasul bo'ladi. Degandan keyin dedi Payg'ambar sallam iymon degan la ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu va anna Muhammad rasululloh dur. Bu nima bu? Iymon. Shuningdek namoz o'qish, zakot berish, mushuli nima u? Iymon. Gumon qilman deydi. Bu Ibn Abbos rivoyat qilgan ashu yoki Ibn Abi Jamra. Gumon qilman shu masala o'zida Ibn Abbos dedi. Shuki, mana ro'zicha tutqaysizlar. Degan narsa uchun nima qildi buyurdi. Va belgisi sizlar o'lji elingan narsa 5dan birini islomiy davlatga bersizlar. Qolgan o'zing qashlaysan. Degan narsa nima qildi Payg'ambar mushuk uchun buyuribdi. Va to'sti ular Payg'ambar ularning meni dabbadim. O yilqi tera qochidim. Hantam. U bir tosh, bir nima qocha. Muzabbat degan yog'langan, mudoq bir qochining o'zini yog'ochni qilib uni usti yog'laydi ekan. O qochining o'zini muzabbat, ya'ni naqib, ya'ni uyib mudoq qilgan qoch ekan. Va ba'zi vaqtda dedi Ibn Abbos al-muqayyirmi deydi ekan. O qochini muqayyirmi deb ataydi ekan. Bunidan ham qilsangiz çok bo'lmaydi ishimizlik issanlar deb. Chunki aroqniki yangidan harom qilgan joyi vaqt bo'lgan ekan, u chaqning o'zida bu aroq bilan asosan aroqni ishlab chiqaradigan va qo'yadigan sotadigan qoch ekan. Unda bo'lganki yangidan buni harom qilgandan keyin u chaqingizda buni ishlasangiz, buni ishib o'g'ilib qolgan, aroqni o'zi yodi kelib mushtab aroqni u chaqingizda nima qilsa ishib qolmasin deb Payg'ambar saddu zari'a shaklida buni to'sibgan. Keyin adiki rasmiy bu bo'lganlik uni uchun mushtab to'sqandim ham ishsan bo'ladi degan cho'yisi bor. Dedi Payg'ambar siz bularni asliga saqlayinglar, ularni sizning oqonli kishiga yetkazinglar dedi. Yetkazinglar degandiki buning ichida bir qancha odamchi bor. Bu bo'lgandiki bular uni yetkazdi. Yetkazgandan keyin yana demak mushtab yetkazgan bo'lgan uni durust bo'lgan deydi. Babu xabari mar'ati voidati. Bu bir ayonniki xabariniki hukmini bayon qilish babudir. Endi yuqorida endi jiq vaqtimizda aksini üstü to'xtaldi. Men xabar void degan gap bir erniki gapiniki o'zi mushtaq ep kelsa buni qabul qilib qanday qilamiz degan gap asos vaqtini shu bo'ldi. Endi bu yer ayrim deyishimiz asli ayollarmi bor. Lekin bu yer yine ayollarniki gapni ayrim deyishimiz shu vaqtimizda butun dunyomizda ayollarni kamsitib, ayollarni haqoratlab, uni inson ko'rmaydigan
hattoki insonniki nefsi chiqirib etib hayvonmi degan olmay toshdek bir maxluq deydigan ashtaq haqorat deb hattoki buning o'ziniki mol mulkniki o'rnidan ashtaq hisoblab buni andiki ilib ketsa mol mulkni o'zi meros qoldiradigan mana ashtaq oid qiladigan bir davr. Shu chog'ni o'zida mana har bo'lgan odam o'zini xotini setib oladigan, buni nima qilsa deb oilasi yoki o'zini qarash tura olmaydigan, uni qandoq qilsa mayda qo'lning o'rnini ko'radigan bir davr. Davr bo'lgandiki bu İslam din bunda ishga hammasi qarshi turdi. To'g'andikin endi bu yerdan asli islomga kelgandikin uni to'g'ri shaklda ham shuna bo'ldi. Shuna bo'lsin, bu gapni o'zing chiqib qolmasin deb Imom Buxoriy alohida bab qo'yib, ayollarniki bir dona xabar etkasin, buni gapini ishlatamizmi? Qabul qilamiz. Qabul qilgandiki bir insondek muomala qilgan bo'lamiz. Insondek muomala, inson bo'ladi. Bu qanday bo'lsa bu bo'ladi deydi. Shu bu gapni qilish sababchi shu. Bunu İslam dinimizde er ayol hemmimiz narsa nimede, hemmede nime, hukukta her kalan narsa beraber tiyiklik, müştakkalıklık. Hem de hazırki gapning o'zi ayollarni mushtaqilimiz degan gapning o'zi faqat İslam dinidan boshqa bo'lgan dinda va jamiyatdagi insonlarning o'zi ayollarni shundaqan o gapning o'zi shakdiklik. Bu gapning o'zi andik o'qimay, İslam dunyosidagi kishilarning o'zi men u yerga o'qib ayollarni huquqi, ayollar deb bu yerga keldik. Dedi Tevbetul Enberi. Dedi men üçün Şabi. Nemi depti bu ikini? Haber vergirsem Hasan Basri rahmetullahi aleyhine gibi haber ver. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kılan haberini çubbe. Bu kandak. Çünkü Hasan Basri rahmetullahi aleyh bu sahabını köygen ama Peygamber köygen. Hasan Basri rahmetullahi aleyh şu vakti deydiğin gibi köp vakitte sahabı ne demek? O canlıda sahabını Peygamber maddak dedi dep. Hadis mursal şeklinin üzerinde müşterivayet kılgan. Kaldaki şu vakitte Şabi bunu sen açık kelip yani degende iş doğru kalmadı dep bu gapni deptiken. Ve deydim bu adam Şabi. Men oltuğum ben İbn Ömer radıyallahu ta'ala anhu'dan birlikte mene 2 yıl yakın yoki 1,5 yıl yakın bir yilchi bil oltuğum. Oltuğandaki peygamber bu İbn Abbas'ı anlap bakmadım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bayan buldu bunun başka. Ben tövbende oturmak olgan, muştun başka yetisi bayan kılıp kömedim. Ama nime Hasan Basri'ye adam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da sahabını demeydi. Demey muşdak yetisi rivayet kılıp kandak oldu depti. Dedi şundan bu Şabi birinci adamda Peygamber Aleyhisselam ashablardan ulan içi Sa'd ibn Ebu Vakkas var. Mene berti Ubadi ulan mene birkilendi. Yeydiler ular mene göç yeymeyiz. O göç yegimiz gitti dedim. Degandikin hamakul deb oğlanı bir ayol. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı ayollardan bir ayol kelgan Maymuna. Degan ayolning o'zi ulan chaqiribdi. Endi o yengida kelgan bo'lgandikin o Makkadan Madinaga, endi yeyilsak go'sht yo'q, unda o'g'ani go'sht yegimiz kelib ketdi degandikin Peygamber Aleyhisselam'niki tunji qatim Xadijam vafot bo'lgandik og'a ayol kim Maymuna. Savda ekan. Şundan ama akıl deb go'sht yeymiz deb yepti. U yerda ham Peygamber ayolni uchun bakkan. Bu vaqtda ularni Peygamber ayollarning ba'zi o'g'an bir ayol çok qishidi. Nima deb? To'g'lidi. İnnehu lahmu dabbin debdi. Jazman bu kelaniki go'shi debdi. Degandekin ular nima qildi? O'zi tutib oldi. O yusak olmaydi. Mana Peygamber ayol o'g'an mushu Maymuna yaksavda mushniki gapning o'zida buni qabul qilib voy belani go'sh nima deysiz ayol o'g'adiki mana og'zini jiq demadi. Uni nima qildi? Uni qabul qildi. Qabul qilib uni yemedi. Yemedi. Unda o'lkin bunuga asosan islom dinimizda ayolning o'zi taqvo muttaqi bo'lar ekan, uniki gapning o'zi yoki hadisning o'zida hadis deylan bu hadis to'xtatgan ekan, oshda rivoyat qilgan oshda hadisda bo'lgan bo'lsa, u hadisni nima qilamiz? Uni qabul qilamiz. Shunga shu Peygamber rivayet qilgan Oysha, Ummu Salima deganidek, shu Zaynab deganidek bir birinchi nima va Ummu Sulaym deganidek ashta bir birinchi ayollardan nima qildi? Sahoba ayollardan rivayet qildi. Unidagi sahoba ayollarning ishidan, ya'ni unidagi kelgan tabiin ayollarning ishidan rivayet qilgan ayollar ko'p bor. Shu ayollarning hadisi nima qildi? Islom dinimizda ayolning erlarning o'zi, mana islom dini buni qabul qilmay, menga ayolning gapini qilamiz demadi.
Bunu mümkün kabul kılıp geldi. Bu Hristiyanlık, Yahudilik, onun başka dillik, ay Allah'ını tekan makini kirip tekan özünün tarihi bilen açtak koyganı bu hata kıldık dep ay Allah'ın hukukunu kötüydük, azat kıldık dese apırıp, İslam dini biz başta hoşay degen bilen onu şununda izliklik olan. Bu musa tarihini körüp baksak buludu. Bu iş kalan emeyiz. Şundan dedi Peygamber yanla dedi ya ki onu tam yanla depti. Çünkü o halal depti. Ya ki dedi Peygamber o çatak yok. İnsan buluverdi depti. Şakkıldı bunun da şabi. Velikin o Peygamber şunu depti. Velikin o kele emes miniki kavmindeki yivatkan yemeknin işi de emes. Ben yap adetlenmegen narsa. Şu ben yemeymen. Ama siz yiyin kelgen bolsa, siz yap öğrengen bolsa, siz yetseniz boludu. Dep bir Peygamber baştakçı digen. Yani demek men müşehidis kasasan hem kihni bu kelaniki güçlü kandak oluşun yüzü kitabı etlimen. Digen kitabı Zahayan, o Zahi digen kitapta tefsiri toxtaldı. Endi bu yerde asasen aşı nime ayalniki aşı bu kihniki nime kelaniki sözü güçlü digenlikten aşı kubulup aşı nimkallık oldu bu yerde toxtuğallık oldu. Yani demek ayallarının gepimi resmi takva muttaqi salih men muşdak ayal olurken onunki gepini özünü kubul kılıdı. İslam dinini kubul kılıp onunki iki kanun olan yedisini özünü kubul kılıp muştakçı nukatımız biz var. O kutimiz Ayşe'mde rivayet kıldı, Ummu Selim'de rivayet kıldı, Savud'da rivayet kıldı, Ummu Hiram'da rivayet kıldı, anda kıldı, manda kıldı. Benim için şu. Bunun kılımız ona kubul çok kılımız deydi. Yani kubul kılımız diyen gap yani resmi bu ayarların erkeğe okşaş bir insan demekçi. Kağalıda insan derece görmeydiğen hayvan, onu da hayvanı görüp de ay canlılık deyimiz mi demeyimiz değil bula. O işte değil. Yani hazır gününki bunda hukuka bilen bununki 200 yıl, 300 yıl aldığındaki tarihini teşhir bassak açta kılıklık. Hatta bula yüzdeki ayağının açta kazıp kalsa apır koç kapı satıdan. Bunu ayal ya diyemeydin. Onu apır ailesi bilen arışamaya başladı devir. Onu şu da olan. Onu müşkünlük küçürüp, ondaki bunu hata dep okup, ondaki insanın hakkını, ay Allah hakkını, ay Allah azatlığı dep, onu şu da degen gibi. Ama bizim İslam dinimizde bu gapning üzerine muşta tenip tekip, ondaki bunuğa Ahmet boğan Müslümanların üzerine benzeler okup geldi o hakaza dep, şu an bunu koplap, ay Allah azatlığı dep, ondaki bir pap İslam dinimizi perz kvatkan, icap ve ay Allah'ınki özgü aburuyunu tesir etkizmeydiğen açta bir haleti yaşaşkı ters nem kılıdı onu hücum kılıdı. Çıksı oldu erkillik ne var meyne kiyen kememde o hicap giyvasıken o da ezdi nem kılıdı. Özününki cemiyeti karap bak. 100 yıl 50 yılın aldı 100 yılın aldı. Sen şu takıldın. Biz onu nem kıldık. Ay Allah'ın özü İslam dinimiz naif kök kötədi. Resmi insan onuncu ekeldi deyimiz. Ve ahir davana enelhamdülillahi rabbil alemin.